bu soha menga emas ekan deb orada boshqa ish qiladi de, lekin baribir yana o'sha odamlar qaytib keladi shu ishga. Уже ular zombiga aylanadi-da, chunki ularga bilasizmi nima bilan ish qilyapti? Sen pul topasan deyapti. Sen $1000 topasan oyga deyapti-da. Kerak bo'lsa tekinga ham o'rgatishga rozi edim o'sha bolaga. Dilingizdan o'tadi-ku. Ko'p ko'pirtirilgan gapda yolg'on bo'ladi. Baribir endi vaziyat shuni taqozo qilgandan keyin risk qilmasdan boshqa iloji yo'q-da. Hammaning dardi pul topishda. Chet elda rasmlarda, videolarda chiroyli qilib olib ko'rsatishadi-yu, shu narsa bizda ham chiqadi. Orada bitta klientim hozir endi yo'q ketgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzimsiz? Boshida bo'lgan qo'rquv, klientlarim kelmay qolsa-chi degan narsa. Yozda sarg'ayib yuvardim ko'chada. Men bu narsani nima aytayotganim sababi mehnat qilish kerak, lekin o'rinli mehnat qilish kerak-da. O'zim o'zbekman. Boshqa o'zbeklarni poddeshka qilish maqsadida tavsiya qilmoqchiman-da. Hamma biladi, lekin amalimizda yo'q. Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Xo'p, YouTube'imizning keyingi soni boshlandi. Xo'p, keyingi sonimizning mehmoni o'zlarining yo'nalishlariga va o'zlarini shu sohamizda o'zlarining ishlari bilan ajralib turadigan akamiz Sagdiyev Abdulloh aka. Assalomu alaykum. Abdulloh aka, yaxshimisiz, tuzimsiz? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Hammaga assalomu alaykum. Ko'rganimdan xursandman hammanglarni. Bugun Xudo xolasa mana podkastimiz chiroyli bo'ladi degan umiddaman. Demak, boshlasa ham bo'ladi. Abdulloh aka, sartaroshlik sohasiga qanaqa kirib kelgansiz? Oldindan qiziqqanmisiz yoki tasodif bo'lib qolganmi? Shu to'g'risida ma'lumot berib o'tib ketsangiz, chunki bizdan ko'rib turgan odamlarga bu narsa qiziq. Bu sohaga kirib kelishimga uyimdagilar sababchi bo'lishgan. Adashmasam 7-sinfda o'qirdim. 7-sinfga o'tgandan keyin yozda kanikul bo'ladi-ku. Shunaqa paytda aytishgan menga. Sartaroshlikka agar qiziqsang, shogird beramiz deyishgan. Xo'p deganman. Keyin olib borishgan u yoqda, maktabimning oldida bo'lardi. Shu 7-sinfga o'tganimda shu yozdan boshlangan. O'shandan beri u yoqda 3 yilcha yurdim. 3 yil yurdim. Keyin yana bitta ustoz topdim. Keyingi ustoz topganimdan keyin 9-sinfni yarmiga kelganda o'zim ish boshladim. Shunda qarang, 2,5 yilcha shogird bo'ldingizmi? Shunda 2 yil atrofida. Ha, shunaqa shogird. No, u payt ishlagansizmi, menimcha? Yo'q, faqat shogird bo'lib yurdim. Yo'q, orada ishlamadim. Endi bizda oldin, endi hozir ancha rivojlanib ketdi bu narsa. O'sha paytda bitta odam oldiga tekin, ya'ni shogird tushardingiz. Ishlarni xizmatini qilardingiz. Ya'ni nima desa qilardingiz. Shunaqa qilib ko'p vaqtimni o'tkazib yuborganman. Qo'pol qilib aytganda. Keyin qarang, orada qarindosh urug'lardami, tanishlardami sartaroshlar bo'lganmi? Yo, uydagilaringiz anaqa mana shu soha o'lmas anaqa kasb, hunar deb o'shani qilishgan, sizga aytishgan. Yo'q, tanishlar bo'lgan. Menda taklif berishgan. Shunaqa soha bor, nima deysan deb so'rashgan. Keyin o'tirib o'ylaganman. Endi o'sha payt o'ylagan narsam hali ham esimda. Hozir zamon rivojlanyapti. Ya'ni menimcha yaqin 10-15 yil ichida qanaqadir robot yoki qanaqadir apparat chiqib shundoq nima deydi, odamning sochini olib tashlasa bo'lmasa kerak, bunaqa narsa yaqin 5-10 yil ichida chiqmasa kerak deb o'ylab, ya'ni straxovka olib kirganman. Keyin menga afzalliklarni tushuntirishgan uyimdagilar. Hech qachon kir bo'lmaydi. Toza joyda ishlaysan. Ya'ni shu afzalliklarni hammasini tushuntirishgan. Shunaqa qilib bu soha yoqib qolgan menga. Shunaqa qilib mana shu paytdan beri ishlab yuribman. Qarang, vaqtimni o'tkazib yubordim deysiz-ku. U ustoz o'sha agar imkoniyat bo'lganda o'sha joyga shogirdlikka tushmasdim degan ma'noda aytyapsizmi? Hozirga agar aqlim bo'lganda yo'q. Undan ko'ra pulli joyga borib, pulni berib
Ustozingiz bilan urushib qolmagansiz? Yo'q, ustozim bilan urushmaganman. Endi qiyinchilikda yo'g'i. Misol uchun nima deydi? Endi yomon emas u. Endi o'sha paytda shunaqa edi. Endi ishdan tashqari boshqa xizmatlarni qilib beradim kerak bo'lsa, misol uchun mashinamni yuvib berdirdilar. Tikolar bo'ladi qiziq. Yozda sarg'ayib yuvardim ko'chada. Hop, qoldirdim. Endi yoshlikdan endi baribir bizga o'rgatishgan, ustoz aytganini qilish kerak. Nima desa hop deyish kerak. O'sha narsa. Endi men birinchi sonda ham o'sha mehmonimizga aytuvdim-da. Pulga o'rganish o'zi yaxshimi, anaqa normal holatmi dedim. Endi tekinga o'rganish ham, ustozni bunaqa ishlarni qilish ham, misol uchun unaqa oq-qoraga ajratish kerak emas o'zi. Tabiiy qabul qilish kerak. No, o'sha pulga o'rganish yaxshi tarafi vaqtdan yutasiz-da. Siz faqat fokusingizni o'sha ishga qaratasiz, chalg'idingizdan o'sha ish bilan shug'ullanasiz-da. Shu tarafi yaxshi. Hech bu ish menga emas ekan degan narsalar bo'lganmi? Yig'ishtirib olgisi kelganmi joningizga tegib? Yo'q, unaqa narsalar bo'lmagan. Yo'q, menda unaqa narsa bo'lmagan, chunki haqiqatda yaxshi ko'rib qolganman bu ishni. Unaqa narsa bo'lmagan, lekin mana hozir bu savolni berdingiz, ko'zim oldidan o'tyapti-da. Ya'ni ishlaganingizda sheriklaringiz, tanish bilishlaringiz sartarosh bolalar bo'ladi-ku. Bu soha menga emas ekan deb orada boshqa ish qiladi, de. Lekin baribir yana o'sha odamlar qaytib keladi shu ishga. Qarang, mana shu sartaroshlikni boshlagan odamlar nechtadan nechtasi sartarosh bo'lib ketadi deb o'ylaysiz? Endi bu savolingizga men 0 dan deyapsiz, to'g'rimi? Yo'q, qarang. Mana sartaroshlikni boshladi. Men prosta tanishlarim bor, sartaroshlikni boshlagan, keyin ma'lum sabablarga ko'ra yig'ishtirib olishganda. Misol uchun men 10 tadan bitta odam sartaroshlikni oxirigacha olib ketadi deb o'ylayman-da. Chunki endi shunaqa momenti bo'ladi, kimlarnikidir balki bittada zo'r bo'lib ketadi-da, klient yig'ilish, kimlarnikidir minusdan boshlanadi, kimlarnikidir 0 dan boshlanadi. O'shaning uchun misol uchun qanaqa deb qaraysiz? Hech narsa. Endi men ish boshlab turib, u yog'ini davom ettirishga 10 tadan bitta deyotgan bo'lsangiz, siz men 5 ta deyman. 5 ta. Endi men ko'rgan odamlarni hisobga olib aytolman-da. Men prosta ko'rganlarim ichidan tashlab yuborganlar ko'p-da, bu menga emas ekan deb anaqa qilganlar bor. Shu. Keyin qarang, mana 9-sinfgacha o'rgandingiz. Keyin u yog'iga ishladingizmi bu joyda, boshqa bitta joy topib yo amaliyot oshirgani ketdingizmi? Kimdir nimadir taklif berdimi? Ishni boshladim, ya'ni mahallada. Bitta o'zim kichkina sartaroshxona ochib, o'sha yerda boshladim. Ishladim, keyin shu ikkinchi ustozim aytdi, "Sen yaxshi qiziqyapsan bu narsaga, xursandman. Tamostayda bitta shogirdim ishlaydi. Xohlasang o'shani oldiga olib boraman. Ozgina yana o'rgatadi, yanada o'sasan" deb taklif berdilar. Keyin xo'p dedim, orada o'sha shogird tushishga, ya'ni pulli-ku. Ishladim, pul topdim. Keyin bordim, bu yerda shogird tushdim. Bu yerda juda ko'p narsa o'rgandim. Keyin qaytib keldim mahallamga, yana ishladim. Keyin u yoqda taklif berishdi. Ishlagin bizlar bilan debdi. Yo'q, ishlagan emas. Taklif berishdi ustozim. Ya'ni o'sish xohlasang faqat mahallada yururma. Kattaroq joyga kel, xohlasang bu yoqqa kel degan narsani aytdilar. Keyin orada ishlab bordim Tamostayga. Shogird bo'lganman, olasizlarmi ishga deb. Keyin endi mahalladan bu yoqqa kelib, shahar, ya'ni o'rtasida u paytda endi eng zo'r sartaroshxona Tamostayl bo'lardi. O'zi zo'r sartarosh Drujbada bo'lardi. Shunaqa, o'zi o'sha yerdan boshlangan. Boshida 50 keldi so'raganman, olishmagan. Keyin shu shogirdlik paytimda ustozimning yonidagi sherigi bo'lardi. Hayot degan bola. O'sha bola ham ancha-muncha sabab bo'lgan. Hozirgi paytgacha yaxshi ishlab ketishimga. Aytdi, planga bo'lsa ham ishlavering, men yordam beraman, klient tomonlama dedi. Xo'p dedim. Shunaqa qilib 3 oy ishladim. Orada ozgina qarz bo'ldim, boshqa bo'ldim. Keyin u yoqda Akmal aka ko'rdilar, harakat qilyapman. Keyin 50 kelli olishdi. 3 oy planga ishladim. Bu payt kuniga 30 ming so'mdan bo'ladi plan. Minusga kirdingizmi? Ko'p emas.
kirgan bo'lsam 300 ming 400 ming keyin sekin sekin anaqa nolda ketibsiz-da. shunaqa Nolda ketibsiz. Keyin gapiring. boshlanishi shunaqa bo'lganda. U yerda keyin qancha yil ishladingiz? Klientlar kelish qanaqa bo'ldi? Yaxshi bo'lib ketdimi undan yo'qmi? Yaxshi bo'lib Ko'p klientingiz o'sha yerda yig'dingiz, menimcha. Shunaqa desa ham bo'ladi. Anaqaga qachon o'tdingiz? Navoiy ko'chadagi joyga. U yoqda keyin Tamostayl ya'ni dom o'zi yopiladigan bo'lib qoldi. Boshqa odamga o'tib ketdi deyishdi. Keyin orada yana bitta ikkita joyda ishladik. Keyin karantindan ozgina oldin 2020-yil 7-mart ekan. 7-mart o'sha yerda borib ishladik. Ozgina ishlaganimizdan keyin karantin bo'ldi. Keyin shu bilan hozirgacha ishlab yuramiz. Qarang. Menga mana shu Instagram qachondan yurg'izishni boshladingiz? Karantindan keyin. Kim aniq tavsiya berdi bu narsani? Yo'q, o'zingiz yurg'izishim kerak ekan degan narsa bo'ldimi? Endi o'zimda shunaqa bo'ldi. Ya'ni Instagramda o'tiribman, ko'pchilik chet elda kontent qo'yibdi-da. Bizda yo'q bunaqa. Ya'ni O'sha payt kamroq edi. Kamroq edi. Qiladi bitta-ikkita, ular ham me'yorga yetkazmaydi. Yani ko'rdim ularni. Bizda ham davay shunaqa qilish kerak dedim. Keyin endi o'zingiz bilasiz, kontent qilish birinchidan u payt 2020-yilda faqat kamerada qilinardi. Endi telefonda jam unaqa ommalashmagan edi. Keyin kamerada ikkita qildirdik. Summaga chaqsa endi baribir qimmatroq. Keyin telefonda qilishim kerak emas. Ya'ni o'zim boshlanishga o'zim qilib tursam, keyinchalik sal yaxshi bo'lgandan keyin odam yollayman, bemalol qilaveraman deb o'sha telefonda syomka montaj qilish o'rgandim. Boshlanishiga o'zim qildim. Hozir mana o'zimning videochim bor. Montaj hammasini tayyor qiladi. Qarang, o'sha payt kimdir aytmadimi, telefonda bo'lmaydi, kamerada ishlash kerak, bu deb chalg'itishmadimi? Endi chalg'itishadi. Sifatli narsa qilish kerak. Endi boshlanishiga bo'ladi. Prosta men bu narsani nimaga aytdim? Baribir odamzod o'zini holatini o'zi yaxshi biladi-yu, qancha pul topyapti, finans qanaqa. Ertaga misol uchun birovni gapiga kirib minusga ketsangiz, u odam javob bermaydi sizga. Baribir o'zingizdan kelib chiqib anaqa qilganingiz ma'qul-da. Keyin aka qarang, men sizni qachon tanishib boshladim? Adashmasam 2021mi, 2022-yil ko'rganman. Bitta postingizni ko'rganman, qarindoshim jo'natgan menga. Siz bitta yo'nalishda zo'r ushlagansiz. Men o'shandan keyin parazollar zo'r sotilishni boshlagan. Menimcha magazinlarda bor. Parazon deylarmi? To'g'ri aytdimmi? O'sha maska qiladigan. Misol uchun ko'rdimda, men endi birinchi marta ko'rishim edi. Endi to'g'ri, payt yuzda chiska qilib maskalar qilinardi, no siz ideal, kosmetolog qiladigan qilib chiqdingiz-da. Uni shunaqa narsada, shunaqa yo'nalishni boshlash qatdan u keldi. Yo'q, shunaqa qilib turarmidingiz oldindan? Yo'q, oldin endi qilmaganman. O'sha aytaman, o'sha ko'proq men harakat qilaman chet elda, chunki ya'ni Yevropa, Amerikadan andaza olish, ya'ni birga bir ko'chirib olish emas, andaza olish. Misol uchun mana shu sohada yaxshi ketyapti yoki misol uchun o'g'il bolalar, endi bizda kosmetolog ko'proq ayol kishi-yu. O'shanga bir xil yosh kattalar bor, keyin yoshlar bor, borgisi kelmaydi ayol kishining oldiga. Keyin o'sha narsani o'ylaganman. Bitta shu salonga kelib turib, ham sochini oldirib, ham maska qildirib, boshlarni massaj qilib, yengil bo'lib chiqib ketsa degan narsani o'ylaganman. Shu narsani keyin amalda qo'lladik, yaxshi, ko'pchilik yoqdi. O'zi ko'p klientingiz o'shandan keyin ham kelishni boshladi shekilli? Yo, shunaqa desa ham bo'ladi. Ko'pchilik qiziqdi. Videolaringizni prosmotrini oshishi, tarqalishi ham ko'p anaqa bo'ldi-da. Chunki mana shu narsani boshlaganingiz ham yaxshi. Nimaga? Men o'zi mana shunaqa endi qo'pol qilib aytganda raqobatni ko'rsam xursand bo'laman. Nimaga? Chunki bu narsa menga qo'shimcha daromad. Nimaga? Mana shu narsani menga o'sha qarindoshim tashadi. Mana mana shunaqa qilaman dedim-da. O'sha sizdan oldimda, men ham mana shu narsani servisni qo'shdim. Bu qo'shimcha misol uchun mablag' ham baribir odamzod ko'radi-yu, soch oldirayotganda senda ham baribir mana bunaqa narsa bormi deydi. Baribir moslashishimiz kerak-ku. O'sha narsa ham plus bo'lgan. Bu yangi uslub-da. Yangi uslub. Klientingiz keladi, har safar bir xil narsani qilaversangiz ham klient zerikib qoladi. Misol uchun
kelyapti-da, faqat soch oldiryapti. Misol uchun siz u narsani tavsiya qilsangiz, okey, yuzingizga bitta maska qilaylik yoki soqolingizni salmonliqroq narsa qilaylik desa, klient xohlaydi o'zgarishni. Ya'ni u narsani qilganingizdan keyin klientda ham o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi, ham siz qilib bergan ishdan xursand bo'ladi. Qarang, mana shu yo'nalishni boshlaganingizdan keyin heytlar bo'ldimi? Yo, javnoq ko'p bo'lmadimi? Endi menga javnoq ko'p bo'lmagan, endi bo'lgani erkak kishi ham maska qildiradimi degan ma'noda qilishgan. Kim, erkaklarmi yo ayollar gapirgan? Erkaklar ham ayollar ham gapirgan. Endi u narsani men anaqa to'g'ri qabul qilganman. Bunaqa heyt deb qabul qilmaganman. Prosta bizda bitta narsaki, nimadir yangi narsa chiqadi-ku, o'sha narsani olib chiqib ko'rsatsa, boshida sal negativroq qabul qilishadi. Chunki ota-bobolarimiz bunaqa qilmagan-ku. Endi anaqa heytlar kelgan aytayman. Ota-bobolarimiz bundoq qilmagan-u, tog'orat qilsa o'zi yuzimizni o'zi tekis bo'lib qoladi, toza bo'lib qoladi degan narsa yozishganda. Endi javob yozmaganman. Tabiiy qabul qilgansiz. Tabiiy qabul qilganman. Unaqa ishingizni qilib, shunaqa indamay qo'yavergansiz, to'g'rimi? Keyin ahamiyat berganman, o'sha baribir ko'rasiz-ku kommentariyni. O'sha odamlar keyinchalik u narsani o'sha to'g'ri qabul qilishni boshlab kelish xohlagan. Shunaqa kelish xohlagan. Qarang, o'zingizdan orada heyt yozib turasizmi kimgadir? Yo'q. O'rinli bo'lsa. O'rinli bo'lsa, yo, o'zi kimgadir misol uchun nimadir narsa aytayotdi, noto'g'riligini ko'ryapsiz, mana bu narsani noto'g'ri qilsan deb yozasizmi yo anaqa ketasizmi? Mendachi mana shu gapingizga yaqinda 3 kun, 4 kun oldin bo'ldi. Video ko'rib o'tirdim. Bitta sartarosh chiqib qoldi, video qo'ygan, sochilgan, fade qilganda. Har xil bo'yatibdi-da. Shunda izlari ko'rinib, keyin shunda o'ziga yozdim. Komment emasda. O'ziga yozdim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qanchadan beri ishlaysiz dedim. Keyin salomlashdi-da, javob yozgisi kelmadi. Bilmadim, balki ustimdan kuladi deb o'yladimi, qanchadan beri ishlaysiz deb so'raganimga. Taniqli sartaroshmi? Yo'q, taniqli emas. Oddiy, hali javnoq qanaqalar, prosmotrlar katta emas, o'rtacha. Shunaqa mendan chiqib qoldi. Keyin men aytdim, agar nimadirdan qiynalayotgan bo'lsangiz, maslahat beraman qo'limdan kelgancha deb yozdim. Keyin yozdi javob. Balki o'sha kulmayotganimni bildi shekilli. Yozdi. Ishlayman, orada tashab qo'ydim, hozir yana boshladim, shunga sal qiynalyapman, yaxshi bo'lib ketaman dedi. Men o'ylagan narsa, agar menga anchadan beri ishlayman, baribir ko'rgandir manada. Qanaqadir maslahat so'rasa yoki men bu joyda qiynalyapman desa, men kerak bo'lsa tekinga ham o'rgatishga rozi edim o'sha bolaga. Dilingizdan o'tadi-ku. Mana shu bola kelsa shunda tekinga ham o'rgataman degan narsa o'tadi. O'sha harakat qilayotganini ko'ribmi? Harakat qilayotganini ko'rib. U bola aytayotdiki, "Men ozgina ishlasam o'zim yaxshi bo'lib ketaman" dedi. Keyin undan keyin yozgim kelmadi. Yaxshi, omadingizni bersin dedim. Qarang. Mana shu o'zim yaxshi bo'lib ketaman deyapti-yu. Bitta narsa bor. Hayotimda bitta narsa bo'lgan, dars bo'lib qolgan. Ingliz tiliga borardim-da. Ingliz tiliga borganimda ustozga vazifa berganlar, shu gruppaga vazifa berganlar, bir 50 tami, 150 tami gap yozib kelish kerak edi. O'tirgan mavzu bo'yicha. Bitta bola bor edi, sal soddaroq bor edi-da, kichkina soddaroq bor edi. Hamma chala-chulp uyishni qilib kelganda, kimdir 20 ta, 30 ta u yozib kelgan, erini boshqa qilibdi. O'sha bola hammasini 100% yozib kelganda, lekin hamma gap xato bo'lganda. Tushunasizmi? Bu yerda gap nimada? Men bu narsani nima aytayotganim sababi mehnat qilish kerak, lekin o'rinli mehnat qilish kerak-da. Buni bekorga gap chiqmagani, agar mehnat bilan boy bo'lganda eshik ham boy bo'lib ketardi deydi-yu. O'sha narsani nimadir ish qilyaptim, o'sha narsani ilm jihatdan o'rganib mehnat qilgan yaxshiroq. Men tajriba to'g'ri keladi, boshqa qiladi, orada katta vaqt ham yo'qotib qo'yish mumkin-da. Qilayotgan narsasini balki tushunmasligi ham mumkin, to'g'ri noto'g'riligini bilmasligi ham mumkin-da. Chunki bu narsadan men o'zim ham o'tganman-da. To'g'ri deb bilasiz,
lekin tegi noto'g'ri bo'lib chiqadi-da. Keyin baribir atrofdagilarni kuzatib boshqa qilishni boshlaysiz-ku. Shu tarafi ham bor. Keyin qarang, 2024-yilda men sizni ishingizda transformatsiya ko'rdim-da. O'zgarish, ya'ni ishlash yo'nalishingizni katta 180 gradusga o'zgartirdingiz desa ham bo'ladi. Ko'rib bu narsani xursand ham bo'ldim. Ozgina hasratlanib ketdi deydi-yu. Keyin qarang, mana shu narsani o'zgartirishingizga, shu yo'nalishni o'zgartirib, to'g'ri yo'nalishda soch olishga, endi undan oldingi ham noto'g'ri deb bo'lmaydi, lekin hozir mana shu yo'nalishingizga ketishingiz sizga aniq narsalarni, aniq soch olishni ta'minlab beryapti. Qo'pol qilib aytganda. Qanaqa, nima sababdan bunaqa yo'nalishga kirishni boshladingiz? Yo klientlar qochdimi, yo klientlarga yengillik qilmoqchi bo'ldingizmi, yo kimdir taklif berdimi, yo o'zingiz shu narsani xohladingizmi? Nima bo'ldi mana shu narsa? Endi boya aytdim-ku, ko'proq Yevropa, Amerikadan ko'raman. Ishlayapman, xuddi shunaqa narsa chiqmayapti-da. Endi bizda sartaroshlarda endi bilsangiz, bahona bor. Ularda sochi boshqacha yoki boshini formasi boshqacha degan bahona bor-da endi. Endi u narsani ichingizdan his qilasiz bahonaligini. Lekin ana u narsani chiqara olmayotganingiz endi baribir, endi aytdim-ku, ishimni sevamadim. Ichetingizni yeydi-da bu narsa. Endi kimda qanaqa, menda mana shunaqa yerdi. Keyin shunaqa vaziyat bo'ldi. Malaka oshirishim kerak. Yevropa standartini qo'yish kerak degan narsa bo'ldi. Shu bilan keyin malaka oshirdik. Hozir mana yaxshi, Xudoga shukr. Qayerda malaka oshirdingiz? Agar ayta olsangiz. Yo, ayta olaman. Rossiyadan o'zbekistonlik anaqa Umar aka degan akamiz bor. Rossiyada ishlab kelganlar. Bu yerga qaytdilar. Endi baribir Rossiya bu soha bo'yicha ancha nima deydi, urovini balandroq. Oldinroq. U yoqda baribir ancha muncha yengilliklar ko'proq. O'shanga u yoqda ishladilar, bu yoqqa kelib bizga o'rgatdilar. Keyin qarang, mana shuni o'rganayotgan paytingiz baribir qanaqadir tarafdan siz o'rgangan ba'zilar buziladi-da. O'sha 100% buziladi. Qiyinchiliklar bo'lib, anaqa bo'ldimi? Qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Shu narsaga moslasha olmay. Chunki mana nimaga bu narsani aytayapman, hozir mana internetdan ham ko'p narsani o'rgansak bo'ladi-da. Ma'lumotlar ko'p. Hamma biladi. Lekin amalimizda yo'q. Nima qiyinchiliklar bo'ldi, keyin nima qilib shularni yengib o'tdingiz? Shu savol. Endi shu ishimni yaxshi ko'rishim, harakat qildim, ko'rdim, izlandim. Bu yoqdan o'rgatishdi. Shunaqa qilib sekin-sekin tushib oldi. Vaqt uzoq talab qildimi yo janoq uzoq vaqt talab qilmadimi? Endi uzoq talab qildi deganda sekin-sekin-da baribir shu boshlagan, tugatganimdan keyin, shu malaka oshirib tugatganimdan keyin 3 oy, 4 oyda sekin-sekin joyiga tushish boshladi. Klientlarni sekin-sekin qo'llab ko'rdingiz-a? Shunaqa. Qiynaldingizmi boshida? Boshida qiynaldi, vaqt ko'p ketadi. Shunaqa qilib amalladikda. Amallakka omuz qo'y. Shunaqa. Keyin qarang, ko'nglim to'lmayapti deb aytdingiz-ku. Misol uchun endi bitta narsa bor. O'zi ideal soch deganda o'zi siz nimani tushunasiz? Ideal soch deganda mana ideal strishka mana bunaqa bo'lish kerak, mana bunaqa narsa bo'lish kerak debdi. Chunki ko'pchilik bunda ukladkani o'zini ko'radi-da, bu zo'r soch deb o'ylaydi. Misol uchun sizni fikringiz qanaqa mana shu narsalar bo'yicha? Bu narsa bo'yicha meni oldingi ishlash texnikamda ishlardik. Chiroyli qilib ukladka qilib berardik. Eslasangiz, orqa soch rasm moda bo'lgan edi. 2013, 2014, 2015-yilda. O'sha payt ishlagan vaqtimni aytaman sizga. Orqa soch rasm moda bo'lgan. Har kim qo'yib tashardi-da orqa sochni. Kimdir yarashmasa, kimdadir jingeli bo'lib ketadi, kimdir tekis turadi. O'sha jingeli turadigan sochlar tekis bo'lishini xohlardi. Ya'ni bizni fendi tekis qilib tortib berardi, o'ziga yoqardi.
kelardi, keyingi safar o'zim qilolmayapman derdi. Ha. O'zim qilolmayapman derdi. Siz mana bunaqa qilishingiz kerak, mana bunaqa tara oling, mana bunaqa qiling deb o'rgatardi, lekin baribir qilolmas edi. Endi men ideal soch deganda sochini oldirib ketdi. Uyga borgandan keyin bemalol o'zi tarab, to'g'irlab, biza qilib bergandagi tabiiy narsa qilib chiqara olsa, o'sha ideal soch deb bilaman. Mijoz shu narsaga oson yetib kelish kerak-da, to'g'rimi? Tayyor holatiga. Keyin qarang, bitta sal globalniy tema bor. Ustoz tanlash bo'yicha. Mana aytdingiz-ku, vaqtimni ko'p ketkazib yubordim deb gapirdingiz-ku. Qanaqa narsalar borki, misol uchun bizani ko'rayotgan odamlar sartaroshlikka, shogirdlikka tushmoqchi. Nima xislatiga e'tibor berish kerak, anaqa qilish kerak. Mana shu ustoz menga to'g'ri narsani o'rgatadi. Chunki ko'rasiz internetda уже qop va'dalarni berib, qop narsalarni gapirib, bir quloqiga lamolarni ilib shogird olib yurgan odamlar ham ko'p-da. Shunaqa odamlarga qanaqa, misol uchun tavsiyangiz bor? Mamnaqa xislatini ko'rib, ham ustoz tanlasangiz bo'ladi-ku, o'zingizdan kelib chiqib aytsangiz ham bo'ladi bu narsa. Xo'p, o'zimdan kelib chiqib aytsam, menda misol uchun kimdir so'rasa, shogirdlikka tushmoqchiman, o'rganmoqchiman desa, men so'rayman birinchi bo'lib, o'zingiz qiziqasizmi shu ishga deyman. Yoqadimi shu ish? Yo, prosta kimdir aytayaptimi sizga, ota-onangiz majburlayaptimi yoki yaxshi pul topaman deb kiryapsizmi? O'shanisini so'rayman. Agar kimdir nima deydi, uydilari mana shu ishda ishlagan deb aytayotgan bo'lsa, undan ko'ra o'rgatmayman-da u odamga. Nimaga? Bekorga vaqt ketadi, puli ketadi. U odam uchun achinaman men. Menga dalcha olib ketmaydi deb o'ylaysizmi? Ha, dalcha olib ketmaydi deb o'ylayman. Qiziqib agar xohlasa olaman. Boshqalarga ham maslahat beraman. Borganda shu narsani ko'rish kerak ustozda. Faqat pul uchun pulni bersa o'rgatib qo'yaman degan narsa beradigan odamdan unaqa zo'r narsa o'rganish qiyin. Keyin hozir mana Instagram rivojlangan, ishini ko'proq kuzatish kerak. Qanaqa? Ya'ni bitta odam emasda, 6-7 ta odamni ishini ko'rish kerak, kuzatish kerak. U odam o'zi qanaqa? Shunaqa qilib, balki ajratib olsa bo'lsa kerak. Solishtirish kerak deyapsiz, to'g'rimi? Solishtirish kerak. Siz o'zingiz qanaqa qaraysiz misol uchun shu temaga? Menmi? Xo'p, o'z birinchi o'rinda gapirayotgan gapiga amal qilyaptimi deb qarayman. Mana o'rganyapti. Endi to'g'ri oldin aldanishim osonroqdir. No, Xudoga shukr, ustozlarim yaxshi bo'lishgan. To'g'ri направлениедagi odamlarni ajrata olmayman. Ko'raman. Bir qilgan narsalarni bilsangiz, videoni o'zida ham yopsangiz bo'ladi-da. Videoni o'zida ham yopib borsangiz bo'ladi Instagramda. Bunda qaraymanda, yo deyman, bu yerda muxlofga ketyapti deyman-da. Sezish bor, ko'z tegmasin. Hop, birinchi o'rinda qaraydigan narsam gapiryaptimi, nimadir gapiryaptimi, o'sha narsasiga amal qiladimi? Videoda emas, qolgan narsalarni tekshirib chiqaman. Keyin buni oldiga men nimaga shogirdlikka tushishim kerak? Misol uchun artistlarning sochini olayotgani uchun men shogirdlikka tushishim kerakmi yoki ishini hurmat qilib tushishim kerakmi? Keyin men borsam nima, men gapiga uchyapmanmi yo ishiga uchyapmanmi? Shunaqa keyin yana bitta-ikkita anaqalar bor, kriteriyalar bor-da bu narsa bo'yicha. Endi men bu aldanayotgan odamlarni ham bir tarafdan to'g'ri tushunaman. O'zi endi to'g'ri tushunaman degani bari aldanish kerak demayman. Ayniqsa erkak kishi o'zi menimcha o'zi sodda bo'lishga haqqi yo'q deb bilaman-da. O'zimda olib qarasangiz boshqa sohalarda ham rivojlanib ketgan-ku. Misol uchun shogirdlar masalasi, mashinniklik qilishda bo'yicha, boshqa qilish bo'yicha. No, asosan qaraydigan narsam gapirayotgan gapiga amal qilyaptimi? Shu. Keyin misol uchun ustozni avtoritetini surib tashlayman-da chetga. Bilimini aniq qilaman. Bu bilimi qanaqa darajada? Keyin tekshirish yana bitta yaxshi yo'li internet bo'lib qoldi-da. Internetga kirasiz, problema bo'lmay qoldi. Ma'lumot shunday chiqarib beradi, boshqa qiladi. U уже osonlashib ketganda. Shunisi bor. Yana bitta narsa, bilsangiz, info balabollar ko'payib ketdi-ku. U 1 yil.
Bizadami yo bizada infotsigan deydi. Shunaqalar rosa ko'payib ketdi. Kurs sotadi, borsiz, o'sha aytganingizdek bir qop va'dalar, mamnaqa bo'ladi, oddiy narsalarni o'rgatmoqchi bo'ladi, keyin subyektiv chiqdi-da, odamlarning ko'zini ochib qo'ydi, qo'pol qilib aytganda. Aldanurmanglar deb. O'sha narsa hozir mana bizani sohaga ham kirib kelganda, ko'rgan bo'lsangiz. Unda ko'raman. Faqat Instagramda chotki narsalarni ko'rsatadi. Mamnaqa bo'lish kerak deyishadi. Qarang, eng qizig'i o'sha narsaga nima deysiz? Qarang, chotki deyapsiz, eng qizig'ichi mana shu loyihani boshlaganimda o'zbek sartaroshdan kuzatmas edimda, kuzatishni boshladim. Shu bitta-ikkita odamlar ko'rib, asablarim chiqib ketishni boshladi-da. Chotki deysiz, chotki ham emas-da. Eng qizig'ida chotki emas-da. Gap bilan yedirib boshqa qotdi, shogirdlar turibdi. Uni qarayman, voy becharalar deyman-da. Lekin mana bunaqa narsa bor-da. Nima desa bo'ladi? Odamzod pulga muhtoj bo'lib qoladi-ku, qayerdandir umid qilib qoladi-ku, nimadir ish chiqsa, o'sha narsa osonroq bo'lsa, unaqa odamlarni aldanishi osonroq bo'ladi-da. Yana bitta savol sizga aytdingiz-ku, men ham ko'rdim bu narsani, mana shu sohani o'rganib turib, ya'ni qisqa muddatda aytyapti. Bu narsani misol uchun 10 yildan oshiq ishlagan bo'lsam, men bilaman, bu sohani 2 oyda yoki 1,5 oyda yoki 1 hafta 15 kun deb tashlayapti. Shunaqada o'rganib ish boshlab $1000 topsa bo'ladi degan narsani sindirishyapti-yu. Bu narsani qiyinligini mana men boshimdan o'tkazganman, siz ham boshingizdan o'tkazgansiz. Bilasiz, qayerda qanaqa nima. O'sha narsani misol uchun siz boshida boshlaganingizda nech pul topa olgansiz? Men esimda bor. Endi hafsala qilib hamma ishimni yig'ishtirib tashlab, hafsala qilib ishlagan joyimda, oldin boshqa ish ham qilganman-da, hafsala qilib ishlaganimda birinchi topgan pulim 40 ming so'mlik esimda bor. Bir oydami yo bir kundami? Yo'q, bir kunning ichida topgan pulim 2018-yilmi? Birinchi joy, o'sha birinchi anaqam topganim esimda bor. Bu payt 15 mingga ham socha olardim. 15 ming qancha? Yo'q, janob. 2018 yo'q, 2018 payt ekan. 2018 mi 2019 esimda ham yo'q. Xullas o'sha bo'lgan orada mana hozir birinchi ishlagan joyimdan bitta dona klientim qolgan. Joyim o'zgartirgan hisobiga, misol uchun endi bilasiz-ku, bar chetroqdan keyin o'sha o'z chiqishi boshladi, bar klientlar to'kilishi boshladi. No, o'tda ham orada men gastitsada ishlardim-da. Men kechqurun Cherzin gastitsaga ham borardim-da. Orada o'sha arenda pullarini bu qilib ana qilardim. No, ikkita endi men aniq bilmayman, o'rtacha pul topib yurardim. O'sha paytga misol uchun 1 million, 1,5 million topib yurardim-da. Bir oyda. Topib bu orada topmagan oylarim ham bo'lgan. Ani 0 bo'lib ketgan oylar ham bo'lgan, minus bo'lib ketgan oylar ham bo'lgan. Mana shunaqada. Misol uchun qarang. 2018-yil haqida gapiryapsiz, to'g'rimi? Adashmasam shunaqa edi, 2018. Primерно 2018-yil deylik. 2018 ekan. Ya aniq 2018 ekan. 2018. O'sha paytda kursiga chaqib olsangiz-da, dollar. Misol uchun 1,5 million, uzog'i 2 million desangiz-da, unaqa 700-800 dollar bo'lib ketmayapti-da. Shunaqa. Anu gaplar noto'g'ri-da. Chunki mana misol uchun siz yangi shogirdlikdan chiqib ish boshlaganingizda qiyin-da, $1000 topib ketishingiz. $500 topib ketishingiz ham qiyin-da. Ungacha endi konkretniy omad bo'lish kerak-da. Omad deganim qanaqa ma'noda? Iloji bor, yo'q emas. No katta kolичествоda olib qaraganda qiyin. Mana ko'p joylar hozir уже 50 ishga olmaydi. Qarang, o'rgatish bo'yicha, ustozlik bo'yicha hozir boya gaplashdik. 2 xil texnika bor baribir. Bizning o'zimiz azaldan qilib kelgan texnika, hozirgi Yevropa standarti. O'sha narsani qarang, ikkita odam chiqyapti-da, bittasi eskidan 20 yildan ishlagan sartarosh, u ham o'rgatadi. Bittasi hozirgi zamonaviy texnikada ishlaydi. Ikkalovi ham o'rgatadi-da. Odamlar bundoq qarab turib, ikkalovi ham baribir o'zinikini to'g'ri deb biladi-da. To'g'rimi? To'g'ri. Ikkalovi ham to'g'ri deb biladi. Shularni
qanaqa qilib ajratsa bo'ladi, qaysi biridan o'rgansa yaxshiroq bo'ladi? Nima deysiz shunga? Endi mana bunaqa narsa, qani ikkovi ham baribir o'zini pravda biladi-yu, to'g'rimi? Misol uchun men yeri tekis deyapman-da. Yeri tekis deyapman. Nimaga desa, men undoq qarayapman-da, mana tekis turibdi-yu deyapman. Mana tekis turibdi-yu. Men ko'ringan joyi mana yoqqa deyapti-da. Kim gapirilayotganiga emas, nima gap gapirilayotganiga qarash kerak. Fakt. Misol uchun qayerdan olyapsan? Misol uchun men bir xilgina ustozidan hayiqadimi, qo'rqadimi, savol berishga uyaladi-da. Uyalish kerak emas. Ustozga savolni tapilatib tashlay. Hurmat qilinglar. Savol keldimi, uyalib, mana bunaqa bersam xijolat bo'laman. Yo'q, savol keldim, beringlar. Ustoz, men bunaqa da'voz. Xo'p, nima sababdan? Nimaga unaqa? Men bu narsani aytganim, bu savolni berganim, ya'ni eslasangiz, o'sha Tamoda ishlagan paytimni yana esga olaman. 2014-2015-yil u paytda san'atkorlar, keyin teleboshlovchilar sochi ancha trendda bo'lardi-da. Ani eslasangiz, ummoq qilib qo'ymagan sochimni yoki ummoq qilib qo'y sochimni degan narsa bo'lardi-da. O'sha Tamo Style ishlaganimizda kelishardi, katalog bo'lardi, artistlarning rasmi bo'lardi. Mana bunaqa qilib bering. Ulug'bek Rahmatullayevniki, Shohruxxonniki qilib bering deyishardi o'sha paytda. Hozirgi kunga kelib klientlar kelishyapti-da, yevropeyskiy sochlarni ko'rsatishyapti. Ya'ni hech kim Shohruxxonni sochini ko'rsatmayapti yoki qaysidir san'atkorning sochini ko'rsatmayapti kelibdi. Shunday kelyapti-da, yevropeyskiy soch ko'rsatyapti, chet elda qilingan sochlarni. Mana shunaqa qilib bering sochimni deyapti. Keyin qarang yoki mana qimmat yaxshi narxga olgan ekansiz dedingiz-ku. Pulni. O'zi qarang, narxi qanaqa belgilash kerak? Narxi belgilash umumiy olib qaraganda, umumiy narxi belgilash deganda o'zi bozorlarda bilsangiz, bundoq narsa sotmoqchi bo'lsa, bundoq yon-berini qaraydi-ku. Yon-berini qaraydi, o'shanga qarab, misol uchun uydan sabzi ekib kelib bozorda sotmoqchi bo'lsa, yon-berini surishtiradi, o'shanga qarab narx qo'yadi. Endi bu gapim bilan bozor deyapman. Bozor. Misol uchun bizda Chorsu bozori bor, Yunusobod bor, Oloy bozori bor, Karzinka bor. O'tda, ya'ni misol uchun bir xil narsa bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'rganingizda bir xil narsa bo'lishi mumkin. Buni sifatda baribir siz ham bilsangiz kerak, uni qanaqadir sifatli yoki noyobroq narsalar ko'proq Aleyskiy bozorida bo'lardi. Ahamiyat berganmiz? Yo'q, men to'g'ri tushunmayman. Shunaqa narsa bo'lardi. Biz Chorsuga tushamiz-da, odamlar bilan. Shunaqa narsa Chorsu reklamasi ketdi. Shunaqa narsa bo'lardi. Aytmoqchi bo'lganim, ya'ni o'sha segmentiga qaraydi, narx belgilashda. Segmentiga qaraydi, ya'ni o'zi umumiy olib qaraganda 3 xil segment bor-ku odamlar orasida. Misol uchun pastroq, o'rtacha va yuqori. O'sha narsaga, ya'ni siz o'zingiz pozitsiyasini bilsangiz, misol uchun qaysi segmentga siz usluga qila olasiz, xizmat ko'rsata olasiz. O'shanga qarab narx belgilanadi. Qarang, men bu narsani nimaga aytdim? Tanishim bor edi. Xo'p, har 3-4 oyda narx oshirdi-da. Tushunasizmi? Keyin u aka bilan gaplashganimda, короче, nimada o'sha klientlar o'sha o'tib ketsa, mayli, o'tib ketursin. Men planim menimcha summaga olib chiqish dedi-da. Menimcha summaga olib chiqish. O'tib ketsa ham anaqa qilmayapman. Hop, men ko'ryapman. Может, agar mana bunaqa narsa, agar 50 ming so'mdan olyapti deylik, 50 ming so'mdan 10 ta odam olsa 500 ming bo'ladi, to'g'rimi? Lekin 100 mingdan 5 ta odam olsa ham shu 500 ming bo'ladi. Agar o'shani ko'ryapman, agar misol uchun 5 ta odam olib turib 500 ming topganmanmi, prosta u nimaga narxni oshirgan, daromadi oshishini ham xohlaganda. Misol uchun 500 ming emasda 1 million topiy. Mana shunaqa qilib topiy dedi. Keyin ko'ryapman, u prosta noto'g'ri qilgan tarafi to'g'ri. Endi narxni oshirish kerak, o'rinli oshirish kerak-da. Misol uchun to'g'ri hamma narsa oshib ketyapti, arendalar oshadi, boshqalarni qilib oshadi. Lekin mijozam bizdan bari ishimiz tarafdan o'sish ham kutadi-da. Tushunasizmi?
хотя бы joyimiz o'zgarishini, komfort bo'lishini xohlaydida. U okida ko'ryapman, na joyi o'zgaryapti, na ishlash texnikasi o'zgaryapti, na servis, misol uchun parfyumeriya boshqa kosmetika shu даже ishlatilmayapti hamda. Endi qarang, xo'sh o'tdan baribir ketadi-da odam, qanchadir miqdori baribir ketib qoladi-ku. Endi men o'zimga qanaqa prinsip o'rnatib oldim. Agar san o'zingga o'xshagan sartaroshga shu narxga soch oldirarmiding degan prinsip qo'yib qo'ydim. Tushundingizmi? San o'zing, misol uchun san o'zingni ishlashingni bilasan. Mayli 100% bilmasmi? No, bar odam o'zini ichidagini o'zi biladi-ku. Endi qara, senga o'xshagan sartaroshga san o'zing sochingni imash puli to'lab soch oldirarmiding degan narsa bo'ldi. Amanda keyin shundan keyin ishimga o'sish bo'lgan yana ham ortdi. Nimaga? Chunki orada joyimni o'zgartirganimdan keyin narx salkam bir 3,5 baravar, 4 baravarga o'zgardi-da. Misol uchun 3,5-4 baravarga o'zgardi. Men nima qilishni boshladim? Men ishlashimni endi to'g'ri o'sha payt ham izlanib harakat qilib ana qilardim-da, lekin bu yerdan уже to'g'ri joyim atmosferasi ham o'zgardi и parfyumeriyalarni ham o'zgartirishni boshladim. Servisni kuchaytirdim, ishimni ham ana qilishni boshladim-da. Demoqchi bo'lganim, tab bo'ldi, joyim o'zgardi, bo'ldi, endi men qimmatga soch olishim kerak degan narsa emas. Agar любой odam, agar misol uchun sartaroshmisiz, boshqa soha vakilimisiz, o'zingizga shu savolni bering, bar odam vijdoni qiynaladi-yu. Uchta tarafdan bo'ladi. И misol uchun klientlarni boshqa sartaroshga o'tishini men tabiiy qabul qilaman. O'zingiz qanaqa qabul qilasiz? Men ham tabiiy qabul qilaman. Misol uchun endi bir xil klient o'zi qarang, klient sadoqatli bo'lish kerak. Endi misol uchun mana shu savolni o'zingizga berib ko'ra olasizmi? Misol uchun qarang, kiyim do'koniga borasiz-da. Misol uchun bitta odamdan olasiz kiyim. Постоянно o'shani klientisizda. Qanaqadir sabab bo'ladi-ku, boshqa bo'ldi, bunga borgim kelmayapti, yonidagi do'kondan olaman degan narsa bo'ladi-ku. Baribir misol uchun siz tashqariga chiqsangiz yoki bozorga borasizmi, siz ham klientsizku kimgadir. O'sha narsani o'zgartirishingizga nima sabab bo'ladi sizda? Xo'p, oxirgi payt menda servis ko'rsam, agar servis yaxshi bo'lmasa, tanlamayman. Xizmat ko'rsatishda. Mana orada ikkita joydan parfyumeriya olishni boshladim-da. Yaxshi, ikkalovi ham yaxshi brend. No, bittasini servisi yoqmayapti. Lekin bittasi arzonroq, lekin narxi beryapti menga. Lekin servisi yomon-da, tushunasizmi? Nima desa bo'ladi? Mana o'zidan qo'shimcha narsa kiritmayapti-da menga. Tushunasizmi? Bunaqa ol, bunaqa qil demayapti-da. Mana bu narsa oson ol, keyin e'tiborarsan, mana shunaqa qilasan. Oxirgi payt mana shu servisga qarayapman-da. Keyin mana yaqinda bo'lgan tema Qamar degan kitob do'konini bilasizmi? Bilaman. Bilasiz. Xo'p, orada sherigim bilan Chorsuvga tushdik-da. Oyoq kiyim alishtirishlari kerak edi. Razmeri kichkinami, kattami? Alishtirishlari kerak edi. Keyin men aytdim, "Aka, bitta kitob olaylik" dedim-da. Har oy bitta kitob olaman-da. Keyin ketyapmiz, kitob do'konlar qator ketgan. Bilsangiz, qator ketganda, "Aka, do'kon qarang, chapga qarab keting" deyapman-da. Shu kitob do'konlariga. Ketyapmiz. Orada bo'sh, o'rtacha anaqa ketyapti-da. Odam soni. Keyin Qamarga bitta kirdik. Endi ko'proq qizlar kitob sotyapti. O'zi bir endi to'g'ri, ayol kishi ko'proq kitob o'qigani ma'qulroq. Chem erkaklarga nisbatan deb o'ylayman. Keyin bitta kirsa, odam to'lib turibdi-da, aka, to'lib turibdi. Ishonmasanglar, bir kun vaqtinglarni ajratinglar-da, Qamar do'koniga kirib ko'ringlar. Nimaga? Qarang, kirishim bilan bitta kitob so'radim-da. Sotuvchi bilyapti, bu kitob yo'q deyapti-da. Keyin, "Men bu kitob bormi?" desam, "Ha, bor" deyapti-da. Keyin bitta oldim-da, "Aka" deyapti, "Bu kitobni o'qisangiz-chi, siz men bu kitob bilan qo'shib o'qing" deyapti-da. Ikkinchi kitob bilan aniq qilyapti-da, xizmatini ko'rsatyapti-da. O'tga kirasiz-ku, shundoq anaqalar keladi, nima ishchilar keladi-da. Qanaqa kitob aniq xohlayapsiz deydi-da, sizga tavsiya beradi. To'g'ri. Tushunasizmi? Ana boshqa do'konlarga kirsam, endi nomini aytmayman, nomini o'zi bilmayman ham. Kirsam,
turasiz qarabda polkaga qarab hech turaverasiz. kim qaramaydi siz. Qaramaydi. Tushunyapsizmi? Eng qizig'i sotuvchilar o'zi ham bilmaydi. Chunki o'ttigilar bilishadi. Nima maqsad, qanaqa kitob u. Даже men bunaqa kitob xohlamayman, men bunaqa roman yo'naqasi, men bunaqa kitob o'qib ko'ring, unaqa qilib ko'ring deb ham anaqa berishadi-da. Endi demoqchi bo'lganim, hozir baribir servisga qarash kerak birinchi o'rinda. Men ko'pincha ming ishi zo'r bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham servisi, muomalasi neto bo'lsa bo'ldi, men hozir o'tdan narsa olmayman-da. Shuning uchun baribir birinchi o'rinda bizda xizmat ko'rsatishda. Mana ishxonamizda bitta aka bor. Endi unaqa akalar endi ko'p. Bitta aka nima yangi parfyum bo'lsa, nimadir yangilik bo'lsa olib kiradilar. Mana shu anaqa ishxonaga klientlarga qo'llaydi, tushunyapsizmi? Hatto o'sha narsani qilib turib, to'g'ri, narx ko'tarishlari mumkin, lekin o'tda ikkita odam yutyapti-da. Faqat sartarosh emas, butun mijoz ham yutyapti. Chunki unga komfort ham berilyapti, qo'shimcha tavsiya ham berilyapti. Tushunyapsizmi? Keyin o'sha sifatli narsa berilyapti. Shu narsalarga qarash kerak deb o'ylayman-da. Endi bu meni xulosam. Agar sizlarning xulosanglar qanaqa bo'lsa, kommentda yozib bemalol qoldirishinglar mumkin. Shunaqa narsa. Savolni berganim qaytadan o'zingizga. Misol uchun bizda bor-ku, eskidan bo'lgan klientlar. Eskidan bo'lgan klientlar yangi klientdan eski klientga nisbatan sal boshqacharoq muomala qilinadi-da. Shunaqalar bor. Shunaqa tanish bilishlar sartaroshlarning orasida. Mana bu eski klient bo'lsa, mayli bu ozgina o'tirib turadi yoki bunga bo'ladi degan narsa qilinadi. Ani yangi klientga boshqacha ushab qolish maqsadida. Keyin ani eski klient endi ko'yniga qaralmaydi-da. Xafa ham bo'lib qolish mumkin yoki misol uchun kutib qolish mumkin yoki ani so'ragan narsasini qilib bermasligi mumkin-da. O'sha narsa. Endi eng birinchi baribir muomala, servis, keyin ish kачествоsi ham. Ish sifati, keyin har doim kulib turish klientlarga. Qarang, menda mana shunaqa bitta holat bo'lganda, o'sha Sebzorda ishlayotgan paytim bitta klient yoshlar kattaroq edi, kech qolib ketyaptilar-da, Endi menda shunaqa prinsip bor. Agar 20 minutdan o'tib ketsa olmayman. Iloji bo'lsa bo'sh vaqtga yozishga harakat qilaman yoki men bu kunga keling deyman-da. Nimaga? Orada mana shunaqa narsa olganimda bir-biriga tsepочка bo'lib ketganda, tushunyapsizmi? Mana qarang. Bitta odam kech qolib keladi, yarim soat kech qolib ketdi-da, uni sochini olishni boshlasangiz kech tugatdingiz. Keyingi odam keladi-da, keyingi odamdan keyingi odamga shunaqa ulanib ketaveradi-da, lekin orada shu nechtadir odam vaqtida kelaman, vaqtida chiqib ketmayman. Mana shunaqa narsa bo'ladi-da. Mana shunaqa случай bo'lgandan keyin bitta shu yoshlar kattaroq anaqa aytdilar, men aytdim, "Oki, iloji bo'lsa shu o'g'illar telefon qilibdi, aytdim, 20 minutdan o'tib ketyapti, iloji bo'lsa kelmasinlar dedim-da. Iloji bo'lsa kelmasinlar, boshqa kunga qoldiramiz dedim yoki kech bo'shayman dedim. Mana shu vaqtga anaqa qiling, mayli olib qo'yaman dedim-da. Yo'q, bo'ldi, adamlar kelib qoldilar, keyin keldi haligi odam, keldi-da. Keyin aytdim, "Aka, dedim, faqat dedim, anaqa kutib turasiz dedim. Mana anaqa klientim anaqa vaqtliroq kelib qoldi, sizdan keyingisi. Uni sochini tugataman, keyin siz olaman." Bo'pti, kim desa, kichkina bola turibdi-da. Kichkina bola ekan u. Nima farqi bor? U ham odam, u ham pul to'laydi. To'g'ri, kichkinalantirishga sal arzonroq bo'lishi mumkin edi shu payt. U ham odam, u misol uchun uni haqqi edi-da, qo'pol qilib aytganda. Endi to'g'ri, o'rtoqlarimning orasida bo'lib qoladi, kutib qolib, boshqa bo'lib ko'rib bemalol hate yozaveringlar. Endi kutib qolish qanaqa bo'lib qoladi? Mana yaqinda bo'lgan случай nima bo'ldi? Soat 5 ga odam olganman. 5 ga odam olganman-da, og'aynim soat 6 dan chiqib keyin kelaman dedi. Og'iz ochmadim. 5 da akamlar kelishlari kerak edi. Keyin men 8 da odam bor edi-da. Og'iz qornim endi ochib ketibdi, bari endi uy ovqati bari boshqa-yu. Keyin akamlar keyin telefon qildim. O'rtoq dedim, agar iloji bo'lsa dedim, 9 ga ko'chirsak bo'ladimi dedim. Demoqchi bo'lganim, aytmoqchi bo'lsam ham telefon qilaman,
nima edi, ogohlantirib qo'yaman, bo'ladimi deb. Agar bo'lmasa, yo menga zarar desa olib qo'yaveraman. Kim anaqa bo'lishidan qat'iy nazarda. Chunki klientlar ham qo'pol qilib aytganda tuppoy emasda. Odamzod barib ko'rib, boshqa anaqa qilib yuradi-ku. Shunaqa. O'zida qanaqa? Mana shunaqa suvchilar bo'lganmi o'zida? Ha, bunaqa, ko'p bo'ladi. Aka, ataklang ko'p gapiraverman. Ha, yo'q. Xuddi mehmon bilan mezbonlashib qo'yganda. Yo'q. Yaxshi, o'zingga yoqadi. Ha. Bunaqa narsa ko'p bo'ladi. Maksimal harakat qilish kerak. Ikkalovini ham ko'ngilni ortmasligiga. Bizada misol uchun shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, endi bo'lib qoladi. Kimdir yarim soat kech keldi, undan keyingi odam keldi. Ya'ni ikkalovi bir vaqtda yoki oldinroq mana shunaqa kelib qoldi. Vaziyatni tushuntiramiz. Xafa qilmagan holatda xohlasangiz yuzingizga maska qo'yib qo'yamiz. Mana bu odamdan keyin sekin sizni o'tkazib yuboramiz. Sababini o'zingiz bilasiz, sal kechga qoldingiz desak. Ya'ni bunaqa yondashsangiz ham bo'ladi. Keling, misol uchun bu yoqda maskani olib, dam olib o'tirasiz. Vaziyat to'g'ri kelib qolsa. Baribir nima deydi? Men ko'rganman bu holatni, oldindan ko'rib kelganman. Mana shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, sartaroshlar klientlarni ushib beradi. Nimaga kechga qoldingiz? Men bunaqa vaqtga yetuvdim-ku. Meni vaqtimni yo'q, hurmat qilmaysizmi? Yoki sizdan keyin odamim bor, olmayman sizni. Kelsangiz keling, mana shunaqa gapirib tashlashadi-da. Bu narsa noto'g'ri. Ya'ni klientni hurmat qilish kerak. Ya'ni shunaqa vaziyat, baribir bo'ladigan vaziyat to'g'ri qabul qilish kerak. Chiroyli tushuntirish kerak. Okey, mana shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Mana bunaqa qilaylik yoki unaqa qilaylik. Kelishgan holatda yoki telefon qilib ogohlantirib qo'yish kerak ekaningizda. Eng yaxshisi shu. Keyin baribir endi o'zidan ham ishimizda cho'zilib ketadigan payt bo'lib ketadi-yu. Tushunadi-da, baribir ular ham tushunib boshqa qiladi-da. U narsaga to'g'ri aniq qilish kerak, qarash kerak. Keyin qarang. Qanaqadir prikolniyroq anaqa voqea bo'lganmi? Sochayotganingizdami yo o'sha jarayondami, mana shu soha bo'yicha qiziqarliroq holat. Qiziq narsa rosa ko'p bo'lgan. Cho'chib bizib nimada? Yo'q, aniq biz ish haqida emas, hozir o'sha qiziqarli qanaqa holat bo'lgan deganingizga birinchi miyam kelgan narsani aytaman. Meni bitta klientim bor edi. Hozir kelmayapti endi. Klientim bor edi. Telefon qilib menga keladi. Orada shunaqa narsa bo'lib qoldi, odamim ko'payib ketdi. Telefon qilib menga bu vaqt kerak dedi. Keyin yo'q, bu vaqtga vaqtim yo'q. Agar sizga zarur bo'lsa, keling, men sherigimga aytaman. Chiroyli qilib olib beradi dedim. Xo'p dedi, keldi, sherigimga sochini oldirdi. Keyin bir oydan keyin o'sha odam kelyapti-da. O'sha endi meni klientim bo'lgan. Kelyapti-da, sherigimga telefon qilib kelgan. Kelyapti-da, meni oldimdan shunda o'tib ketib, sherigimga sochini oldiryapti. Ani xuddi meni tanimaydigan. Shunaqa holat bo'lyapti-da. Keyin jindan yo'q holat. Shunaqa, ani xuddi mana birinchi marta ko'rayotgan, tanigandek o'tib ketadi. So'rashmayapti ham, misol uchun, assalomu alaykum aka yoki yaxshimisiz deb qo'ysa, misol uchun, men ne sherigimga oldiryapsan demayman. De, yana eng qizig'i bu yoqda. De, bir 2 marta 3 marta oldirdi-da. Keyin sherigimda ham vaqt bo'lmay qoldi. Menga telefon qilib keldi-da. Sherigim bilan ko'rishmayapti-da. Xuddi shu menga qilgan narsa sherigimga qotdi-da. Bo'lmasa 3 marta 4 marta sochini oldi, baribir qaysidir ma'noda yaqinroq bo'ldi. 3 marta 4 marta ko'chada ko'rib qolgan odamingiz bilan ko'rishib qo'yasiz-ku. Shunaqa qilmayapti-da. Endi bu narsani sherigimga aytdim men, balki ahamiyat bermayotganlar deb. Shunaqa bo'ldi desam, ahamiyat berayotgan ekan deb, kulib yubordi deb. Nima qildik lekin o'zlari kelmay qo'ydimi? Yo'q, xohishiga tashab qo'ydik. Yo'q, hozir kelib ketib yuribdilarmi? Yo'q, hozir kelmayapti. Hozir kelmayapti. Ani o'sha kulgilisi o'shada, menga kelib, meni tanisa ham, sherigimni tanisa ham sherigim bilan ko'rishmayapti menga kelsa. Sherigimga kelyapti, meni tanimagani men bilan ko'rishmayapti ham, salom alaykum qilmayapti. O'shanisida kulgilisi. Muomala nol. Yo'q, umuman qaramaydi ham. Kelib hamda o'tirib qo'yishadi. Shunaqa. Ungacha. Qarang. O'z orada klient talashib bu ana kelishmovchilik bo'lgan holatlar bo'lgan ishxonada. Menda umuman bo'lmagan. Menda umuman bo'lmagan. Endi bilsangiz, ikki xil sistema bor.
pulli plan beradiganlar и protsentga ishlaydiganlar. Bizda o'sha Tamu Style'da shunaqa narsa bo'lardi. Planga ishlaydiganlar ko'chadan odam kelsa olishga haqqi yo'q, 50 ga berish kerak-da. Endi bizda shu planni ishlaydiganlar bir xillar oborardi ham. Endi men baribir uni 50 ga 50 ishlaydiganlarning haqqi deb bilardim-da. O'shalarni shuni berib yuborardim. Men olib, ular ko'rib qolib xafa bo'lib qolgan narsa bo'lmagan menda. Balki boshqalarda bo'lgandir-ku. Shunaqa. Lekin menda mana shu Xudoga shukr qilaman. Orada endi 1-2 marta bo'lgan bitta-ikkita seriya bilan. Pasti serialarim bilan klient talashmaganmiz-da. Naborot bir-birimizga o'tkazganmiz. Mana bo'sh bo'lsa qiling, kutib turing, bular hop bo'shinglarni qiladilar, o'qiladilar debdi. Keyin endi men bir marta qanaqa bo'lib qolgan, sherigim bilan ishlayapman. Sherigim bilan ishlayapman-da. Men endi yangi kelgan paytim edi u joyga. Yangi kelgan. Endi qaysi joyligini, kim bilan bo'lganini aytmayman. Balki u odam izidan ham chiqib ketgandir. Misol uchun salom alaykum bana qilamiz, yaxshimiz? Bitta bola kelgan. Sochimni olib qo'ying deganda, sochimni olib qo'ying deganda, hop deganman, sochini olaman-da, keyin ani sherigim ishlayapti-da, keyin undan keyin aka deyapti, anaqangiz yo'qmi nima edi? Odamingiz yo'qmi deyapti-da. Keyin yo'q, bo'sh edim desam, ne unaqa deyapsam, yo'q bu bola meni klientim edi deydi. Keyin o'shandan keyin tushundim, baribir boy odam bilan baribir distansiya ushlash kerak ekan. No, men işte Xudoga shukr qilaman, o'sha payt urushmaganimga. Sen nima deyapsan, u bu deb mendan vaqtimni so'radi. Deb unaqa. Men просто indamaganman bo'ldi. Eng zo'r narsa shu ekanda. Ani indamasam bar keyinchalik bar u odam tushunishi ham bor-da. Shunaqa anaqalar ham bor. O'shani noto'g'ri ish qilman degan narsa. Shu narsa ham bor-da. Keyin qarang aka, misol uchun orada joy o'zgartirgansiz-ku, o'zgartirayotgan paytingiz qanaqadir anaqa bo'lganmi? Qo'rquvlar, shunga o'xshash narsalar, tipa o'zgartirishim kerak emas yoki kimdirlar o'zgartir, bo'lmaydi, o'qimaydi degan nima anaqalar qilgan. Boshida bo'lgan qo'rquv, klientlarim kelmay qolsa-chi degan narsa. Keyin baribir endi vaziyat shuni taqozo qilgandan keyin risk qilmasdan boshqa iloji yo'q-da. Xudoga tavakkal qilib qilaverish kerak. U mana bir xilgalar aytadi-ku, joyini o'zgartirib boshqa qilgan deb anaqa qilishadi-ku. Lekin ertaga siz minusga kirsangiz, sizga ular javob bermaydi, shunisi ham bor-da. To'g'ri. Endi baribir eng birinchi o'zini aqli bilan ish qilish kerak, birovlarning gapiga kirmasdan. Ya'ni maslahat olish kerak. Qanaqa nima bo'lyapti, baribir o'zi ko'proq biladi odam. Shu vaziyatga qarab tavakkal qilmasangiz baribir nimalarga erishishingiz qiyin. Keyin qarang aka, ham sartaroshlikda men muvaffaqiyat bor-ku. Shu qanaqa qaraysiz mana shu narsaga? Nima qanaqa sartarosh uchun misol uchun muvaffaqiyatliroq? Men uchun endi hozir mendan so'rasangiz, kim muvaffaqiyatli deb bilasiz? Xarakterni aytsangiz ham bo'ladi, men bu odamni o'zini ham aytsangiz bo'ladi, umuman farqi yo'q. Endi ko'proq baribir hozir men endi o'zim havas qilayotganim angliyalik Josh Lamon aka. Shuni taxmin qilib turdim. Yaxshi, nima deydi, bu yerga master klassga ham keldi. Samimiy odam. Samimiy, hamma bilan ko'rishyapti, kulib qarayapti, ishini joy-joyida qilyapti. Ya'ni bilsangiz, master klass ko'rsatganda endi orada ozgina uzoq vaqt ham bo'lib qoladi-ku. O'sha payt boshqalarni ham zeriktirib qo'ymayapti-da. Hazil huzul qilyapti. Endi orada shunaqa narsalarni beryapti. Ya'ni o'z umumiy odamiylik jihati yaxshi. Shu narsaga men havas qildim. Ishlash ham endi juda kuchli. Shogird, ulardan chiqqan shogird ham ko'p anaqada, mentorda menimcha ko'p anaqa qiladi. Butun dunyoga qarasangiz, butun dunyoda bor. Uni shogirdlari, uni texnikasi bo'yicha ishlaydigan, mana bizda ham ancha rivojlandi. Biz ham hozir shu texnikada ishlaymiz. Juda kuchli. Menda savol bor. Hozir qarang, umumiy trend bo'layotgan narsani aytaman. Ya'ni Xitoy
O'zbekistonni bosyapti, kirib kelyapti degan narsani qancha bo'ldi? Bir oy atrof nari beri shu gap aylanyapti internetda, to'g'rimi? Endi qarang, men bu narsani bir yarim yilmi, bir yilcha bo'lib qoldi eshitgan. Bitta biznesmen aka bor, o'shani qilganda Xitoy bosadi deyotdi. No, mana bu trendlashib ketgan gap, men yaqin mana shu bir oy ichida. Ya'ni bu siz aytganingiz u gipoteza edi, taxmin edi. Kichkina miqdordagi odamlar bilgani, hozir katta miqdordagi odamlar. Biza mana shunaqa kelyapti Xitoy bozori. Misol uchun qaysidir sohalarni egallayapti-da. Misol uchun mebel, nimadir ishlab chiqarish, mashina, shunaqa narsalarni egallayapti-da. Endi men o'ylab qoldim-da. Mana bunday xizmat ko'rsatishga kirib kelsa, bizanikilar qanaqa qabul qiladi degan narsani o'ylayapman. Boshqalarga ham mana shu savolni beryapman. Xitoyliklar kelib turib, xizmat ko'rsatishni qo'lga olmoqchi bo'lsa, misol uchun men o'zim bilganim, massaj ochilgan, Xitoy tabobati massaji degan yuryapti. Ya'ni bizani sohaga qanchalik xavfi bor demoqchi. Endi xavfini olib qarasa, undoq qarasa, любой narsada xavf bor-da. Bizani sartaroshlarni siqib chiqish ehtimoli pastroq. Endi xotirjam bo'lib ketish kerak demayman. Nimaga? Chunki baribir ularni soch olish, ularni madaniyati deylik, madaniyati sal boshqacharoq deb qanaqadir ko'raman. Baribir bizda shunaqa narsa bor, zo'r sartaroshlar baribir o'zbeklar degan narsa bor-da. Chunki haqiqatan chetga chiqqan o'zbeklarni qarasangiz, boshqa qilsangiz, ko'p anaqa mana shu sohada pikka chiqib ketganda o'zbek sartaroshlar. To'g'ri, bu yerda kamroqdir. No, nisbatan baribir ular ham boshqa qilishyapti, lekin baribir xotirjam bo'lib qolish kerak emas. Baribir o'rganish kerak. Endi uni vaqt ko'rsatadi. Bir xil endi qanaqa bo'lishi mumkin? Yangi servis qo'shish orqasidan bo'lib ketishi mumkin deb o'ylayman, yoki vaqt masalasida yutishidan deb o'ylayman. Chunki bitta Yaponiyadami qayerdadir 2018mi 19-yil bitta konferensiyaga borganimda, Yaponiyada emas, aniqroq shu yerda bo'lgan, bitta aka taklif berib qolgan, mana shunaqa joy ochaylik, 15 minutda 10 minutda soch olib chiqarib yuboradigan joy. Ana bosh yuvib o'tirilmaydi, shunaqa. Balki shunaqa tarafdan qaysidir o'rtachadan pastroq sartaroshlarni siqib chiqarib yuborishi mumkindir-da. Balki narx masalasi bo'yicha. Chunki hozir bizani narxlarimiz ham pastda Yevropaniki bilan Amerikaniki bilan barobar bo'lib qolganda, dollar anaqa yevroga chaqsiz, bir xil payt undan ham qimmat bo'lib ketib qoladi. Ana barber shoplarni, o'rtacha barber shoplarni, to'g'ri, ularda ko'pi qimmatroq, o'rtacha miqdorda olib qaraganda balki adashayotgandirman. Adashayotgan bo'lsam adashyapti deb yozib qo'yishingiz mumkin. No, endi qarang. Bitta narsa bor. Xitoyliklardan oldin demoqchi bo'lganim, mana bu yangi texnikani o'zlashtirgan sartaroshlar bor-ku, bizani o'zimizni ichimizda konkurensiya kuchayib ketadi deb o'ylayman. Chunki odamlar o'zi solishtirishni boshlashyapti-da. Mana shu tarafdan deb o'ylayman. O'shaning uchun Xitoyliklar emas, biz o'zimizni hal qilamiz deydi-ku, shunaqa deb tushunaman. Balki endi vaqt ko'rsatadi. Endi bu savolni berganim, ya'ni men ahamiyat berib ko'rdim. O'sha chet ellarda, Yevropada, Angliyada imенно shu Xitoyliklar yangi stillarni o'rganyapti-da. Yangi stillarni o'rganyapti. U narsani baribir qaysidir payt kirib keladi baribir. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, ya'ni aytdingiz-ku, pastroq oddiy sartaroshlar kichkina joyda ishlaydiganlarni balki siqib chiqaradi. Meni nima deydi? O'zim o'zbekman, boshqa o'zbeklarni poddeshka qilish maqsadida tavsiya qilmoqchiman-da. Yangi narsani o'rganinglar. Hozirgi zamonaviy texnikani o'rganinglar. Shunda qaysidir chetdan kirib kelib ham bu sohani egallay olmaydi. Ya'ni biz ko'proq harakat qilsak, sartarosh bo'lib, ya'ni eng cho'qqisiga chiqsa, hech kim kelib bizani soha. Endi baribir hamma o'zini sohasidan kelib chiqib gapiradi. Misol uchun bitta mebelchini ko'rdim. Men ham ko'rdim. Mana shunaqa tushuntiryapti. Xullas harakat qilyapti u ham. Ya'ni
o'zbek anaqa mebelchilarni ushlab qolishga, xitoylik kelib arzon narsasini tiqsa ham harakat qilyapti o'sha narsani o'zimizniki bo'lishini. Men ham shu narsani xohlayman. Qarang aka, mana bu yangi texnika bo'yicha sochyapsiz-ku. Nima plyusi bor, nima minusi bor? Misol uchun vaqtdan yutqizib qo'yish u bo'lib bo'lmayaptimi? Yo'q, bu narsani yaxshi o'zlashtirib olsangiz, nabarot. Vaqtdan yutasiz. Vaqtdan yutasiz, charchamaysiz, yengil ishlaysiz. Ya'ni ko'pchilik ahamiyat bermaydigan narsa qaychini mana bunda ushlashadi-ku. Yelkangizni rostiga ham ortib qo'yadi-da. Mashinada ushlasa ham bo'ladi. Mana bunda ushlagandan ko'ra mashinada ushlasangiz ham bo'ladi. Bu taraflama chiroyli chiqadi. Ya'ni o'sha chet elda rasmlarda, videolarda chiroyli qilib olib ko'rsatishadi-yu, shu narsa bizda ham chiqadi. Shunaqa. Men bir istoriyada aytib ketdim bu narsani, bir xilgili kimdir aytdi, vaqt cho'zilib ketadi dedi. Men aytdim, vaqt cho'zilmaydi. Nimaga? Chunki sen bitta soatcha olgan joyini yana qaytib o'tmaysan. Bitta olding bo'ldi, to'g'ri chiqdi bo'ldi. Keyingi aniq tarafiga o'tasan bo'ldi. U anaqa vaqtdan yutqizish. Mayli, misol uchun bir xillada zo'r anchadan beri ishlayotgan masterlarda ham vaqt cho'zilib ketadi. Qanaqadir fantaziyalar uyg'onadi. Misol uchun har doim 1 soatda tugatgan bo'lsa, 1,5 soatda tugashi mumkin. Bu narsani normal hisoblayman. Chunki mayli 1 soat emas, 1,5 soat vaqt ketdi. Anu odamga zo'r o'ziga yarashadigan narsa, keyingi o'sganida ham chiroyli turadigan narsa qilib bersa, zo'r hisoblayman. Navrot klient ham xursand bo'ladi. Yengillik qilib berdi. Bu safar rosa mehr berib qoldi. Qarang, bir xillik payt klientlar o'zi noto'g'ri narsa tavsiya qiladi-yu, o'ziga. Mana bunaqa qilsa, yo siz anaqa, yo bo'lmaydi, yo mana shu narsani o'shanda nima qanaqa tushuntirasiz mana shu narsani? Bu narsa kelishadi klientlar. Mana bunaqa narsa xohlayman deydi. Biz tushuntiramiz. Xohlasangiz, sal boshqacha o'zgartiramiz. Bu narsa yuzingizga tushmaydi yoki sochingiz bu narsaga to'g'ri kelmaydi yoki boshingiz formasi bu narsaga to'g'ri kelmaydi deb aytib, o'ziga yarashadigan narsani tavsiya qilish o'zi bizning vazifamizda. Ani gap bor-ku, nima edi? Hayot sartaroshga o'xshaydi. Nima qilib qo'yishini oldindan bilmaysan, xuddi tipa o'zi bilgandek olib qo'yadi. Ma'nosi sartarosh seni gapingga qaramay bilgan narsasini qilib beradi degan ma'noda-da. Bu narsani men o'zi gap o'zini noto'g'ri deb bilaman. Chunki endi to'g'ri hamma sartaroshlarda ham balki unaqa emasdir. Meni o'zimda harakat qilaman klientga yarashadigan narsa. Chunki klientga nima chiroyli turishini o'zidan ko'ra men ko'proq ko'raman. Chunki shu sohada anchadan beri ishlaganman, bunaqa narsani juda ko'p ko'rganman, tajribam ko'proq. Shu narsani tavsiya qilaman-da. Keyin qarang, o'zi ko'proq ishlashingiz qanaqa? Klientga aytgan narsasiga qarab ishlaysizmi yo o'zingiz ko'proq tavsiya qilib ishlaysizmi? Vaziyatga qarab. Endi meni klientlarim xohlaydi chiroyli narsa qilib bering. Endi orada ham bo'ladi, aynan men aytgan narsani qilib berasan degan. Lekin ko'pi umumiy narsani aytadi. Ya'ni uzunroq bo'lsin, chiroyli qilib bering yoki kalta bo'lsin, chiroyli qilib bering. Shu narsani aytishadi. Qani qilib bering deb turib olgan odamlarga shu sochchani olib qo'yasizmi? Ha, boshqa ilojingiz yo'q. Yarashsa yarashmasa ham-da, to'g'rimi? Boshqa ilojingiz yo'q. Endi maksimal harakat qilaman. Fikrini, ya'ni yaxshi tomonga o'zgartirishni tushuntirib, keyin yo'q gapirganingiz foydasi yo'q, aytgan narsani qilib bersangiz qilib bering desa, xo'p deb qilib beraman. Boshqa ilojimiz yo'q-da, chunki menda shunaqa holat bo'lgan. Bitta mijozim kaltaroq soch xohlaganlar-da, o'zi uzunroq qilib turardilar. Endi ularning boshlari tuxumsimon edi. Mana bosh qismi sal tuxumsimon, tepa tarafi uchliroq bo'lib turadi-yu, bilsangiz, mana sal kirganroq bo'ladi. Shunaqaroq edi. Endi mana shu boshi bu yoq taraf edi. Yuz shakli yaxshi. Keyin aytganman, kalta soch xohlamayman deganlar-da. Kalta soch xohlamayman deganlar. Keyin mana shu kropmi qilib qo'ygan, bana qilganlar-da. O'sha chetlarini nurroqdan chiqazib deganlar. Keyin men rasm ko'rsatganman-da. Men mana bunaqa banaqa qolsmi desam, deganlar-da. Keyin olganman, shu kontrolniyni oldim. Endi iloji boricha kvadratniyroq forma qurishga harakat qilyapman-da. Qaychi bo'lsam, yo'q,
anaqa mashinkada nasatkada olib tashaver deganda ana katta nasatkani qo'yib olib tashavergan kalta bo'lsa ham maksimum keyin aytganman aka sizni boshingizni formasi agar nasatkada olsam sizga sal tuxumsumarroq boshingiz uchliroq deganmanda shundoq taroni qo'yganman boshimda tekis taron qo'yganmanda bundoq yotqizganman u yoqqa bu yoqqa mana ko'ryapsizmi boshni og'ish anaqasini deyapmanda katta gradusda og'ib ketyapti deyapman agar hozir bu yerda olsam уже manaqa chetingizni kalta qilaman уже boshingiz tuxum bo'lib qoladi yanada kirib ketadi yanada anaqa bo'lib ketadida u уже vizualni уже xunuk ko'rinish boshlaydi deganmanda bitta o'sha mana boshga o'zlarini boshlariga taroq qo'yganman o'zimni boshimga taroq qo'yganmanda chunki u payt meni ham sochim kalta edida bundoq qilib anaqa qilganman balansini ko'rsatganman ko'ryapsizmi manikida sal anaqa dumalaqroq anaqa formasi sizga sal shunaqa o'shaning uchun bu yerda mana bu kam joyi to'ldirish kerak o'sayotganda ham yaxshi bo'lib o'sadi forma ham chiroyliroq ko'rinadi bo'lmaydi kvadratniroq endi kvadrat degani kvadrat bo'lib qolmaydi ana vizualni shunaqa bo'lib anaqa qiladi deganimda ha deganlar o'shanda hozir mana ko'pchilik demay mana aytadi mana yo sizga yarashmaydi deydiyu yo san uni asoslab ber nima sababdan yarashmaydi qayerdan olsan osmondan olsanmi marsdan olsanmi yerdan olsanmi o'shani просто fakt bilan keltirib bersa yarashish yarashmasligini bo'ldi mana o'sha aytgan anaqalaringizda bolalar kontent qilishgan ko'rdim klient kelyaptida boshini formasi chiroyli rasm ko'rsatyapti mana shunaqa narsa qilib bering desa videoda aytyaptiki ya bu narsa sizga bo'lmaydi sizga klassika qilamiz deb olib tashyaptida ani ko'rsatgan narsasi fake chiroyli turadi ani bolagada ko'rasizku yarashadida yo sizga bo'lmaydi sizga klassika qilib beramiz deb просто bundoq yonga taraladigan yoshroq bola ya'ni просто bundoq yonga tarab qo'ysa yosh bolani xuddi bitta urib katta qilib qo'ygandek bo'lib qoladida chiroyli zamonaviy o'ziga yarashadigan narsa qilaverishgan qarang aka esimdan chiqib qoldi dedimmi boya gapim mana esimga tushdi bizadachi mana bunaqa narsa endi tuyulayotgan bo'lsa tuyulyapti deb yozinglar menga shunaqa tuyulyapti qarang bizani sohada mana O'zbekistonda mana video olinyapti hamma postlar bu qilishyapti-ku ana ishga emasda ko'proq videoni kачествосiga anaqa e'tibor qaratilmayapti menga shunaqa tuyulyapti shunaqalar ham bor u bo'lmasa bu tomonlama yutib ketaman deganlar borda men ham ko'rdim ya'ni soch olish ya'ni klientga nima yarashganini ko'rsatish 4-5-6 daraja 2-3 da emasda 4-5-6 darajaga tushib qolyapti oxiri shunaqa poldan past deydi shunaqa bo'lib ketyapti endi nima deydi umumiy olib qaraganda maqsadi balki bu narsa emasdir soch ko'rsatish emasdir ko'proq подписчик yig'ish yoki anaqa bo'lishi mumkin videoni prosmotri bo'lishi mumkin shunaqa narsa o'zi aka men bitta narsani sezdim bizada misol uchun normalniy klient yig'ib olish uchun ham через internetdan deylik через instagramdan klient yig'ib olish uchun ham hozir mana nechinchi число bugun 6 mart 2025 yil deb aytilayotgan gap zo'r soch olishingiz ham shart emas ekan zo'r demoqchi bo'lganim muomalani yaxshi qilib bitta yaxshi kiyim kiyib yaxshi joyda ishlasangiz ana ko'pchilikda baribir anuda shaxsparastlik borda bizada o'zbeklarda tushunyapsizmi mana bunaqa joyda ishlaydi mana bunaqa kiyim kiyadi mana bunaqa mashina haydaydi iPhone tutadi mana bunaqada tushunyapsizmi ana ish уже odamlarning o'zida ham даже ish bir mana 6-7 darajali poldan pastga tushib ketganda qo'pol qilib aytganda o'shanga nimaga bu narsani aytyapman tanishlar videolar jo'natishadi mana sartarosh zo'r ekan men aytaman bu o'rtacha sartarosh zo'r emas o'rtacha mana zo'rlar deymanda man deb aytamanda no shu nega ularni aytasiz o'zingiz emas men o'zim zo'r sartarosh deb bilmayman nimaga endi shuni yo'lda ketayotgan odam deb bilaman o'zingizga o'zingiz baho bermasangiz boshqalar pastroq yo'q mana qarang demoqchi ya'ni bu narsani juda kamtarlik sifatida aytyapsizmi yo rostdan ham shunaqa baholaysizmi endi qarang man kimnidir tavsiya qilyapman-ku to'g'rimi mana
misol uchun men sizni tavsiya qilyapman, to'g'rimi? Siz tavsiya. Men nimani xohlayman? Men o'zim emas, boshqalar meni tavsiya qilishini xohlayman. Mana yaqinda bo'lgan holat nima bo'ldi? Mana Instagramni ko'rasiz, подписчикim ko'p emas. YouTube'imda ham mana подписчик ko'p emas, prosmotrlarim endi mana sekin-sekindan bo'lyapti. Bu endi anaqa qilish shu. Yaqinda jiyanim Samarqandga boribdi-da. U bir marta telefon qiluvdi. Soch oldirmoqchi edim, anaqa qilmoqchi edim dedi. Keyin vaqtim bo'lmay qoldi-da. Keyin u yerga borib, o'sha sochini oldirgan, kantovkasini to'g'rilagan bilmayman. Keyin aytib qoldi, Samarqandlik sartaroshlar sizni tanir ekan. Endi men bilmayman, qaysi sartarosh shunaqa demoqchi bo'lganim, birinchidan bu gapni aytishimdan sabab, o'zimni tavsiya qilmasligimdan sabab bu ortiqcha kamtarlik emas. Men shu yo'ldaman, harakat o'rganadigan narsalarim ko'p. Bu soha rivojlanib boryapti. No, bu Samat Sankamni pastga urish emas. Demoqchi bo'lganim, men bilaman, kimdan kuchliman, kimdan kuchsizman. Bu narsani ham yaxshi bilaman. Lekin mana men prosta xolis bo'lishni xohlayman. Mana boshqa odamni tavsiya qildim. No, qanaqadir shu moment bo'lsinki, men o'zim reklama qilmay, kimdir meni reklama qilsin, kimdir meni tavsiya qilsin. Shunaqa narsa o'tadi. Endi balki bu narsa to'g'ridir, noto'g'ridir, tan bilmadim. Sizni dunyo qarashingizda shu narsa to'g'ri. Balki, to'g'ri, balki noto'g'ridir. Bu narsa ham bor. Siz qanaqa hisoblaysiz? Endi men hisoblayman, o'zimdan so'rasangiz, ishim ustasi deb hisoblayman o'zimni. Misol uchun mana shunaqa kelib so'rashsa, birinchi endi o'zim anaqa qilaman, aytaman. Men boshqalarni endi bilmayman, to'g'risini aytsam, kuzataman. Endi aynan men xohlagan narsamni yo'qani, o'sha so'ragan odam xohlagan narsasini chiqarib bera oladimi yo'qmi, unisini bilmayman ekan. Men tavsiya qiladigan odamlar hamchi ko'p O'zbekistondan emas-da. O'shanga tavsiya qilarkansiz. Endi balki endi bu kamtarlikdir. Men uni qo'y, endi to'g'ri bo'ladi, bir xil payt kamtarlik yo'q qolib, bana qiladigan paytimiz ham bo'lib qoladi. Bu o'zini tegin olib qo'ygan kibr ham, ortiqcha kamtar, manmanlik ham deb anaqa qilaman. No, demoqchi bo'lganim xuddi o'sha men emas, kimdir tavsiya qilsin. Men prosta o'zim ustimda ishlab boray, что meni mijozlarimga kimdir qat sochingni oldirasan desa, men bu odamsiz, voy sen shu odam sochingni oldirasan deb ishimni birinchi o'ringa qo'yib, ishimni, nima edi, tashqi ko'rinish yoki nima demas, ishim mana shunaqa deyishni xohlayman men. Shunga iloji boricha harakat qilaman. O'zi harakat qilaman deyapsiz. Umumiy olib qaraganda men o'ylayman, o'zingiz o'sishingiz kerak, sartarosh sifatida o'sishingiz kerak, harakat qilishingiz kerak. Klientlarni ham o'sishiga harakat qilishingiz kerak deb o'ylayman-da. Qanaqa ma'noda? Qanaqa ma'noda? Dunyo qarashi. Yo'q, umumiy dunyo qarashi, misol uchun biladigan narsangiz bo'lsa, savol so'rasa, qo'lingizdan kelgancha maslahat berib, qo'llab-quvvatlash kerak deyman-da. Misol uchun klient qancha ishi yaxshi bo'lib, rivojlanib, yaxshi pul topsa, sizga ham yaxshi tashab ketadi-da. O'sha narsani ham baribir qo'ldan keladimi, yordam berish kerak-da. Bu narsani aytganim, men o'zim shu blog yurg'izganimdan biri klientlar havas qilib so'raganda, men ham boshlamoqchiman, nima qilsam bo'ladi, mana bunaqa qilmoqsam bo'ladi. Yordam berganman. Mana bunaqa qilasiz. Yordam berganman. O'shalarning ko'pi yaxshi bo'lib ketdi ishi. Keyin bilasizmi, bitta narsa bor ekan. Siz qanaqa bo'lsangiz, sizga ham shunaqa mijozlar yig'ilar ekan bor-ku. Xuddi shunaqa. Bir xilgalarni ko'raman, o'zi ko'proq hype kechlikni boshqa qiladi. Klientlari ham shunaqa. Bari dunyo qarashi to'g'ri odamlarni topar ekansiz-da. Shunaqa to'g'ri aytasiz. No, men ham shu iloji boricha harakat qilaman. Ayniqsa yangi kelganlarga, shu boshida anaqa qilish uchun ko'proq tavsiya beraman. Shu o'zimni ishimni tushunishimni, to'g'ri narsani qilayotganimni, faktlar asosida. Faktlar nimaga faktlar asosida keltirib berib, o'sha narsani chiqarib berishga harakat qilaman. Bu narsani aytgan narsangizni men oldindan ahamiyat berib kelganman-da.
sartarosh o'zi qanaqa bo'lsa oldiga ham shunaqa odamlar keladida. Bizda bor edida bunaqa tumsayib olib xuddi hayotdan nimadir xafa bo'lgandek hamma yeb och qolgandek yurardida. Klientlar ham xuddi shunaqa edi. Keladi, hammasi недовольныйda. Bir kulib turib anaqa qiladigani kam edi, bo'lsa ham kam edi. Har doim mana shunaqa siqilib, tumsayib yurardida. Shunaqa odamlar keladi oldiga. Keyin qarang, misol uchun qancha vaqt ketadi? Misol uchun bizda o'sha mana bu yangi texnikada ishlash kiradigan odamlar bo'ladi-yu. Misol uchun ko'payib boradi, qiziqayotganlar, shu narsaga o'tayotganlar deb. Misol uchun qancha vaqtdan keyin o'sha ham bir eski texnika o'sha yo'qolib ketadi. Eski texnika menimcha ancha yo'qoldi hozir. Umumiy olib qaraganda ancha yo'qoldi, to'g'ri bor-ku. O'sha boyagi gapimda odamlar kelyapti-da, o'zbeklarning sochini ko'rsatmayapti-da, o'sha aynan chetdagi Yevropada qilingan, Amerikada qilingan ishlarni ko'rsatyapti-da. Ya'ni eski texnika bilan mana bu narsani qila olmaysiz. Ming xohlasangiz, chiransiz qila olmaysiz. Shunday oson, tayyor narsa turibdi. Prosta o'rganishingiz kerak. O'sha narsani o'rgansangiz, o'sha xohlagan narsasini chiqarib berasiz. Ya'ni bizada odamlarda biladi, mana shu yangi texnika yaxshi ishlasa, mana shu o'rgansa, ko'p narsaga erishishini biladi, lekin o'rganmaydi. Mana shu odamlarni bilaman nima? Birinchidan kibr yo'l qo'ymaydi. Ikkinchidan o'zini qiynagisi kelmaydi. Baribir shu klient kelyapti. Baribir shu klient kelyapti, shu pulni topaman, baribir degan narsani. Ya'ni harakat qilmaydi, ya'ni o'sha уровеньni ko'tarishga. Ya'ni misol uchun mana oddiy misol Black Barber Rossiyani o'zida misol uchun ishlasa, yaxshi klienti bor, akademiyasini o'zi o'sha yerda o'zida qilib yursa bo'ladi, lekin u harakat qilyapti dunyo standartiga chiqishga, ya'ni butun dunyo bo'ylab yuribdi hozir. Bu katta уровень ekan. Mana bitta narsa bor ekan. Mana Instagram to'g'risini aytaman. Agar ishimga taalluqli joy bo'lmaganda umuman kirmasdim. Men TikTokka kirmayman, de. Chunki bilaman, endi to'g'ri yurg'ish kerak emasmi? Yurg'ish kerak. Mana o'sha odamlar kalta videoga o'tirib qoldi-yu. Kalta videoga o'tirib qoldi. O'sha odamdachi hapsar o'lib qolar ekan-da. Nimadir ish qilishga, boshqa qilishga, o'shachi bu yerdachi yangi narsani o'rganishingizga borib, boshqa o'sha faktorlar ham o'sha ta'sir qilishni boshlayapti-da. Men bitta kino ko'rdim. Endi to'g'ri sal be'ma'niroq, g'alatiroq joylari bor-ku. 2500-yilga kelib odamlarning IQ'si tushib ketadi-da. Orada bitta odam muzlatib qo'yiladi-da, u mana muzxonada qolib ketadi. Keyin 500 yildan keyin chiqsa, ana odamlar shunaqa darajada tup o'ylashib ketgan, shu darajada tup o'ylashib ketgan. Bu gapni nima aytolman? O'zim ham yaqinda Instagramga ana dopaminni detoks qilishni boshladim-da. Mana siz o'chirtashuvdim. Qachon anaqa kiraman dedim. Istoriya qo'ysam, post qo'ysam yoki kimnidir qidirmoqchi bo'lsam yoki kimnidir topmoqchi bo'lsam, ana gruppaga kirib olib turib, "Men bundan beri o'tiraman" demayapman-da. Mana shu narsani anaqa qilishni boshladim. Sal nimagadir ishga ham sal hafsalanib qoldi-da, ya'ni nimadir yangi narsani o'rganishga, boshqa qilishga. Chunki o'sha raqamli autizm degan kasallik chiqqan. Xabaringiz bormi yo'qmi bilmayman. Mana shu telefonning orqasidan odamlar qancha kalta videoni ko'rish borsa, o'sha katta narsalarni o'sha ko'rishga sabri chidamayapti. O'sha mana YouTube'imizda ham salkam o'sha 1,5 soatdan o'tib qolgan ekan. Mana shu oxirigacha ko'rmayotgan odamlar ham bordir-da. Demoqchi bo'lganim, meni fikrim bo'yicha o'sha kinoni ko'rgandan keyin bir tarafdan qo'rqib ketdim. Chunki miya haqiqatan torayishi bor narsa ekanda, qancha tup o'ylashi bor narsa ekanda. Mana hamma narsa qulaylashib boryapti-yu, odamlar shuncha tup o'ylashib boradi deb ham o'ylayman-da. Keyin o'zi bitta akadan eshitdim mana shu gapni. O'zbekistonda raqobatni yutib chiqish boshqa davlatga nisbatan oson. Aqlli bo'lishing shart emas, главное tupoy bo'lma bo'ldi dedi. O'sha bilgan narsangga amal qil, harakating bo'lsin, bilib anaqa bo'lib yurma, prosta harakating bo'lsa bo'ldi. Ixtiro qilib tashlash shart emas. Shart emas. Hozir men daniyman. Mana aytmoqchi bo'lganim nima? Mana ko'ramiz-ku, mana kimdir taniqli, sartarosh boshqanaqa ko'pi aqlli emas, ko'pi zo'r soch olmaydi. Misol uchun hech e'tibor berganmisiz? Zo'r soch olganlarni misol uchun prosmotr kam, подписчик kam.
shu narsa ham bor-da. Главныйsi shu bilganiga amal qilib harakat qilsa, shuni o'zi ham yetarli, lekin уже mana yangi texnika уже boshqa level, уже boshqa daraja. Menda bitta savol bor keyin. Bemalol aka. Mana siz sartaroshlik qilasiz. Instrument qanchalik muhim? Instrumentmi? Men qarang, instrumentga menda bitta odat bor. Nima olsam ham shu narsa kerak bo'lsa zo'rni olishim kerak. Iloji boricha kreditga emas, pul yig'ib, anaqa qilishga harakat. Misol uchun ishimga zarurmi, taalluqlimi, men zo'rni olishim kerak. Nimaga? Chunki u meni ishimni ancha yengillashtirib beradi. Mana bir xilgala men o'zi boshidan instrumentda yaxshisini olishni boshlaganman-da, o'shanda esimda bor. Boshida oddiy narsa olganman. No, keyinchalik уже yaxshisiga o'tishga harakat qilganman. Onamlar o'shanda pul beruvdilar. Ana Volli super taperini oluvdim-da, simligini-da. Chunki ko'rardim, brend-ku hozir misol uchun Magic Cliplar keyin chiqib bo'lib ketdi-yu. O'sha mana почти ishimni boshlagan paytimdan beri instrumentni yaxshisiga harakat qilganman. Oldin bizda misol uchun zo'r qaychilar nisbatan bo'lmas edi. Yaponskiy qaychilar, hozir bo'lmay topishingiz oson, zo'r taroqli-da. Hozir misol uchun bir xilga aytadi, men shu instrumentdan ham shu narsani chiqazib beraman deydi. No, zo'r instrumentning bitta zo'r tarafi bor, u sizga ergonomikani ta'minlab beradi. Ya'ni qulaylikni, keyin o'zingiz xohlayotgan narsani qilib berishga harakat qiladi. Keyin ishlashingizga ham qulay. Keyin demoqchi bo'lganim, vizual tarafdan ham chiroyli ko'rinadi u narsa. Tashqi ko'rinish tarafdan ham chiroyli ko'rinadi. To'g'ri, endi deshofka narsalar ham chiroyli ko'rinishi mumkin, no, ularni keyin ishlash vaqti ham anaqada, uzoq emas-da. Siz zo'r instrument olsangiz, agar ayab, anaqa vaqtida moyla boshqa qilib, prям mashinaga bo'kirgungacha ishlatmasdan moyni quyib yurib, qaychini ham moylab anaqa qilib yursangiz, ancha ishlab beradi. No, iloji boricha harakat qilish kerak. Kim 10 ta deshofka narsa olgandan ko'ra 3 ta original narsa olish kerak. Meni fikrim shu. Sizniki qanaqa? Endi hozirgi fikrim men ham xuddi sizdagi, lekin ishni boshlaganimda menga tavsiya qiladigan odam bo'lmaganda endi. Bilsangiz, shu ishni boshlaganimda anaqa bo'lardi, Moser mashinka bo'lardi, anaqa qizil, legendarniy. O'shani originali bo'lardi, Xitoy varianti bo'lardi. Xitoyi 60 mingmi, 70 mingmi turardi. Shunaqa olib ishlatganman-da men. Ishlatganman. Ishlab beryapti, 4 oy, 5 oy ishlayapti, ovozi chiqib ketyapti. Ya'ni xuddi shuni olmanda. Xato ish qilganman-da bu yerda. Bo'lajak sartaroshlarga, ya'ni umumiy sartaroshlarga tavsiya berib qolardim. Yaxshi, sifatli instrument yig'ishni. Qimmat bo'lsa ham. Qimmat bo'lsa. Keyin aka anaqa ham bor, bilasizmi? Ishlayotganingizdachi arzon narsa klientga ham diskomfort tug'diradi. Ko'pincha. Endi demoqchi bo'lganim, arzon narsa, yomon narsa demoqchi emasman. Katta anaqada olib qarasa, shunaqa. Misol uchun, sherigim bilan yaqinda bittani taroq oldilar-da, original, mashinka bilan ishlashga-da, u menda bor edi. Oldilar, uni ishlatmayaptilar-da, qo'llari tushmayapti-da, o'zlarining eski taroqlariga anaqa qo'yganlar. No, o'sha soch chiqazib beryaptilar-da. Endi hamma uchun har xil-da bu narsa. No, menda bilmayman, mana почти hamma tarog'im original. Sesibon komp ishlataman, keyin bitta nemetskiy taroq bor, zubchika anaqaroq. Uni ishlataman mashinka bilan. Oti esimdan chiqib qoldi. Keyin boshqa taroqlar bor. Nimaga? Mana bir xilga taroqlarni ko'rsangiz, egiluvchan bo'ladi-da. Nimadir tushuntirishingizga, klientga bunday egilib tushuntirishingizga, boshlam misol uchun o'nqir-cho'nqir bo'ladi. U taroqlar oson ketadi-da, u yerda. Shilib tashamaydi. Materiali yaxshi bo'ladi. Shu taraflari ham bor-da. Endi qiziq savollar bermoqchiman. Eng qimmat instrumentingiz nima? Xo'p, va narxi qancha? Eng qimmat instrument o'sha, endi qarang, o'sha paytga qimmat bo'lgan bo'lishi mumkin, hozirga balki arzondir. Nimani aytaylik, misol uchun xo'p, JRL mashinkam bor. JRL mashinka $100 paytda oluvdim, hozir tushgandir. O'sha
$100 anaqa qilib olganman. Keyin Magic Clip ishlatganman, sotib yuborganman. U Magic Clip kelgan. Men anaqa podarka bo'lib kelgan. Rossiyadan ustozim anaqaga berganlar. U o'sha payt Toshkentda yo'q edi. Keyin bu yoqqa kelganda 150-130 sotishyotdi. U keyin $110 o'sha Volla o'sha super taperni ishlatganman. U keyin tarog'im Sesibon.com 250 mingga oldim. Keyin yana bitta anaqa ishlaydigan tarog'im $14 mi, $15 ekan u ham. Keyin qaychim nisbatan arzonroq. Hop, shunda eng olib qaraydigan narsa mashinka $130. Men iloji boricha qaychini yaxshi ko'raman, bori. Yaponskiy qaychi bo'lsa, $500 bo'lsa ham pul yig'ib olgim keladi. Mashina sizdachi? Yaxshi. Menda Fenim ham bor ekan, aka. Fenim bormi? 130. Ha, 100 ga tushibdi. Jerem? Menda eng qimmat instrument yaqinda oldim. Bir hafta 10 kun bo'ldi shekilli. Qaychi. Yaponskiy Mizutani. Voy, legendarniy. Josh Lamanaka modeli. O'shani oldim. 300 mi? Yo'q, narxi ancha baland. 500. 1000 dan baland. Yo'q, 1000 dan baland. Aniq sifrani aytmaydi. $1000 dan baland narxi. Yo'q. Qanaqa anaqami chiqib bittada olibdingizmi yo anaqami? Yo'q, bittada oldim. Gap yo'q aka. Ungacha men ham shu oddiyroq qaychi ishlatardim. Anchadan beri orzu qilib yurdim. Aytdimmi, videolar shiq degan ovozlar cho'tga chiqyapti. U narsa ya'ni yaqinda shu bitta sartarosh bola so'radi mana shu narsani. Nimaga bunaqa qimmat qaychi oldingiz? Oddiyroq ham bo'laveradi-yu deb. Qimmat qaychi ya'ni ishlatib ko'rgan odam sezadi-da. Ishlatyapman-da. Xuddi shunaqa razmerdagi qaychidan yengil, ya'ni metali zo'r, ya'ni nano metal degan bor ekan. Shunaqa metaldan qilingan, 100% qo'lda yasalgan, ruchnoy работа. Keyin ergonomikasi shunaqa zo'r, charchatmaydi sizni. Ishlaysiz-ku, charchatmaydi. Buni endi bir xilgili ahmoqmisan deyish ham mumkin-da. Endi bizda shunaqa narsa bor. Pont uchun misol uchun men telefonni olamiz-da, payti kelsa. Ish uchun emas-da, pont uchun olamiz-da. Ishga kelganda qisiladi bir xilgili. Unaqa вообще bo'lish kerak emas unaqa. Naborot ishga tiksangiz o'sha narsangizga qaytaradi. Zato o'zingiz uchun komfort-u, o'sha aytgan narsangiz chiqadi bersin. Ish paytida misol uchun umumiy olib qaraganda 6-7 soat постоянно shu narsani ishlatmaysiz telefonda. Qaychini ishlatasiz yoki qaysidir mashinkani ishlatasiz. Baribir u bilan ko'proq ishlaysiz-da. Telefonga nisbatan ham u sizga pul olib keladi-da, bu ham emasda. Bu ham endi qaysidir miqdorda yordamchi bo'lishi mumkin, lekin asosiy ishni instrument qiladi baribir. Misol uchun faqat qaychi emas, taroq ham, keyin mashinka ham, fen ham qani yaxshisini ishlatsangiz. Aka, men tashqi ko'rinish bor-ku, kiyinish, soch anaqaga, shunga misol uchun 1 dan 10 gacha baho bersa, qanchalik darajada e'tiborlisiz? Sartaroshlar shunaqa bo'lish kerak degan narsami? Yo'q. O'zingiz yoki keyin boshqalar ham deylik. Umumiy sartaroshlarni so'rayapsiz, to'g'rimi? Odamlarni ham. Yo'q, sartaroshlarni. Mana o'zingizga, misol uchun o'zingizga uxod qilishingiz sartaroshlar ham bunaqa bo'lish kerak degan qiz. Misol uchun kiyimidir, sochidir, soqolidir. Men bu narsaga juda katta e'tibor beraman. Ya'ni kirganda barbershopga kiradi-ku. Sizni sartaroshligingizni bilish kerak-da. Birinchi kirgan odam ham bilish kerak. U nimadan biladi? Sochingizdan, soqolingizdan, o'zingizga qilgan ovqatingizdan, kiyimingizdan bilish kerak-da. O'shanga men boshqalarga ham shu narsani tavsiya qilaman. Chiroyli kiyinib yurish, o'ziga qarash, soch soqollarni chiroyli qilish birinchi o'rinda. Menimcha anaqa vaqtimiz ham bo'lib qoldi. Keyin blitz savoli bor. Xo'p, blitz anaqa qisqa javob bersangiz ham bo'ladi, yo'q desangiz ham bo'ladi. Keyin nima
yo bunga javob bera olmayman desangiz ham bo'ladi. Xullas, ani chegara yo'q. Tushundim. Chegara yo'q. Keyin o'rtoqlar qaranglar, bitta narsani tushuntirgan. Oldingi podkastda ham bu narsani tushuntirdim. Xo'p, bularga men misol uchun ikkita tanlov bersam, qaysidir savolda bu ikkinchisi yomon degani yoki birinchisi yaxshi degani emas. Sal qanaqadir 1-2% ga, 5% ga ustunroq degan narsani berib qolishi mumkin. Просто bir xilga ani tap etib gapingizni olib, shunda qolib ketadi-ku. Ani oq-qoraga ajratib qo'yadi-ku dunyoni. Shu narsa bo'lmasin. Hop, bilingiz ketdi. Foizga yoki arendaga ishlash. Vaziyatga qarab. Soch kesish yoki akantovka qilish. Soch kesish. Mashinka yoki qaychi. Qaychi. Hop. Mijoz har doim haqmi? Haq. Har doim. Har doim. Men unaqa deb hisoblayman. Hop. 3 ta tavsiya qila oladigan sartaroshingiz. Kuzatish tavsiya qiladigan. Kuzatish birinchi bo'lib Josh Laman aka, ikkinchisi Black Barber, uchinchisi Sagdiyev Abdulloh. Hozir o'zim so'ragan. Hop. Bir hafta ustozga shogird tushish yoki shogirdga dars berish. Dars berish. Hop. Mijozlarning sochini olish yoki shogird chiqarish. Kelgan. Shogird bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Sartarosh bo'lmaganingizda shogird bo'lmaganingizda. Sartarosh bo'lmaganimda 3 ta narsani o'ylaganman bu sohadan tashqari. Birinchisi oshpazlikka qiziqqanman. Ikkinchisi go'rkov bo'laman deganman. Uchinchisi qassob bo'laman deganman. To'g'ri, eshitilishi balki sal qo'rqinchli. Bizning sohaga bog'liq joyi bor ekan lekin. Anaqa xizmat ko'rsatish deymi? To'g'ri. O'sha narsaga qiziqqanman. Bu eksklyuziv savol. Izzat aka bergan savol. Izzat aka yana beraman savolingizni. Sartaroshlik siz uchun nima? Sartaroshlik hozirgi kunda so'rashganda hayotimni bitta qismi. Misol uchun ishdan tashqari dam olasiz yoki ishingiz bo'ladi-ku. Sog'inaman ishimni. Misol uchun dam olsam ham charchab ketsam bir kun dam olaman-da. Shu ertasiga ishlagim keladi-da yana. O'sha narsaga bu o'sha hayotimning bir qismiga aylanib bo'lgan. Tushunarli. Xo'p, sizni hozir kuzatayotganlarga nima degan bo'lardingiz? Kuzatayotganlarga podkast ko'ringlar, xulosa qilinglar, ko'zinglarni kattaroq ochinglar, sartarosh bo'lsanglar, yanada o'sishga harakat qilinglar, ko'proq o'zinglarning ustingizda ishlanglar. O'zini ustida ishlash degani bu ochiqroq qilib katta masshtabda aytib ketaman. O'zini ustida ishlash bu bitta qilgan narsani qayta qilish emas. Ya'ni o'sha qilayotgan narsalarni balki xato qilayotgan narsalar. Malaka oshirish kerak. Ya'ni bitta narsaga qiynalyapsizmi, o'sha narsani qila oladigan odamga borib shogird tushinglar yoki yo'l yo'riqni so'ranglar, o'sha narsani o'rganinglar. Ya'ni 10 ta bir xil xato narsa qilgandan ko'ra ikkita xato qilib turib, ana narsani chiqargan yaxshi. Shunaqa hisoblayman. Oxirgi savol, YouTube kanalimni boshqalarga tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Hamma sartaroshlik tavsiya qilaman. Chunki yaxshi suhbat bo'lyapti. Bundan oldingisini ham men o'zim boshidan oxirigacha ko'rdim. Menga yoqdi. Chiroyli suhbat. Ya'ni bu sohaga kirmoqchi bo'lganligi ham yoki shu sohada ishlaydiganligi ham foydasi tegadigan gaplar bo'lgan. Hozir ham bo'ldi deb hisoblayman. Yozib ketarsizlar. Hop, o'rtoqlar, fikringizni kommentda belgilab qoldiringlar. Bu muhim. Keyingi mehmonimiz kimligini ham xudo xolisa aytib ketsanglar, men harakat qilaman. O'sha mehmonimizni chaqirgani, xudo xolisa Abdulloh aka, sizga ham kattakon rahmat. Yaxshi suhbat bo'ldi. Xudo xolisa bu Abdulloh akamlar bilan oxirgisi, birinchisi lekin oxirgisi emas. Xudo xolisa harakat qilamiz. Keyingi sonlarimizda ham boshqa mavzularni ko'tarib gaplashishga. Yana shu sohada nimadir qiziq savollar bo'lsa, bemalol kommentda yozsanglar, kontentlarni, savollarni o'shanga qarab olib chiqarlar. Ya'ni qiynayotgan mavzularni ko'taramiz, xudo xolisa. Abdulloh aka, qarang. Siz kitob o'qiysiz? Kitob yaxshi ko'raman. Kitob yaxshi ko'rasiz. Qarang, kitob yaxshi ko'rishingiz bo'lib, men aytilib 4 ta kitob olib keldim-da. Men
har bitta mehmonimga kitob podarka qilishni anaqa qilganman-da. Zo'r narsa. Anaqa qilganman-da. Qarang, orasida o'qigan kitoblaringiz bormi? Bu ikkitasi. Yo'q. Buni o'qimayman. Men bu ikkitasini. Menimcha men buni o'qigan bo'lsangiz kerak. Atom odatlar. Yo'q. Ha, to'rttasini ham o'qimagansiz. Yo'q, hech qaysi. Endi men orada bitta Instagramingizda bitta videoni ko'rdim. O'shani kitob o'qishingizni ko'rdim-da. Men o'zim ham yaxshi ko'raman kitob o'qishni. Hop, bu kitoblar nima desa bo'ladi? Tadqiqotdan olib, osmondan olib emas, chunki kitoblarni ham bari tanlab o'qish kerak. Misol uchun avtorlari yaxshi, men hurmat qiladigan avtorlar. Hop, xohlasangiz o'zingiz yoqtirganini tanlab oling. Hop, kitoblar mana Hokimiyatni 48 qoidasi Robert Greenning kitobi birinchisi, ikkinchisi Ego dushmaning Ryan Holiday kitobi. Hop, ikkinchisi hammaga mashhur, kerakli, sartaroshni o'qishi shart bo'lgan kitob Atom odatlar degan James Clear kitobi. Keyingisi agar ko'proq sotmoqchi bo'lsangiz, bu ham sartaroshlarga kerak deb o'ylayman. Lekin buni yomon yo'lda ham ishlatsa bo'ladigan kitob deb bilaman. Robert Cialdinining Ta'sir psixologiyasi kitobi, bu klassika. Hop, xohlasangiz o'zingiz tanlang, xohlasangiz men sizga anaqa bittasini tanlab beraman. Mayli, o'zingiz tanlab berib qoling. Endi men ko'proq biznes to'g'risida, keyin badiiy kitob, diniy kitob o'qiyman. O'qish yaxshi ko'rasiz. Ko'proq sotib olganlarim ham mana shunaqa. Chunki men harakat qilganman, blog yuritish boshlaganimdan beri notiqlik bo'yicha o'qiganman. Najot Nur akada. Ular ko'p tavsiya berganlar menga badiiy kitob o'qishni. O'sha tavsiyalarga kirib ko'p o'sha kitoblarni o'qiganman. Menga yoqqan. O'shanga o'zingiz anaqa nima deydi, tavsiya qilganingiz yaxshiroq. Hop, misol uchun men 3 ta kitobdan Atom odatlar desa, misol uchun sizda men endi o'qishingiz shart deb bilaman bu narsani, lekin siz misol uchun mana yangi narsa transformatsiya qildingiz-ku ishingizda. Nisbatan bu emas hozircha. Ta'sir psixologiyasi ham menimcha hozirchalik kerak emas, chunki misol uchun klientlaringizga ham to'g'ri narsani tavsiya qila olasiz, misol uchun boshqalarga nisbatan ta'sirni o'tkaza olasiz deya olaman. Keyin Ego dushman. Buni ham menimcha keyinchalik o'qisangiz bo'ladi. Men sizga hozir o'zim ayni paytda o'qiyotgan kitobni sovg'a qilaman. Hokimiyat 48 qoidasi Robert Greene. Bu 20 yoshdan baland, даже 25 yoshdan baland insonlarga tavsiya qilinadi. Juda ham zo'r yozilgan kitob. Buni o'qisangiz, dunyoqarashingiz yana ham kengayadi. Bu bir. Keyin ikkinchisi, endi arzimagan bo'lsa ham American Crew ichida mahsulot bor. Kam bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasiz. Xudo xolisa aka, mana shu 3 ta sovg'a sizga. Rahmat kattakon. Shu. Xudo xolisa sog' bo'linglar, omon bo'linglar o'rtoqlar. Izohinglarni yozib qoldiringlar. Keyingi sonda ko'rishguncha xayrlashamiz. Gap so'zlarga hammasiga rozi bo'linglar. Aytadi-ku, do'st achitib gapiradi, dushman kuldirib deb harakat qildik. Hamma narsani chiroyli, ya'ni o'z o'rnida yetkazib berishga, agar kamchiliklar bo'lsa, hammadan uzr so'raymiz. Yaxshilikda ko'rishinglar, salomat bo'linglar.